Bugün hemimiz bilgendek Uygurlarının vicdani, fidakar ve cefakeş azimetimiz İlham Muallim tutkun kılınganlıkının 8 yıllığı. Barça Uygur halkı bu günni ökünüş ve kaygırış bilen hatırlaydı. Hemimiz bilgendek İlham Muallim barça kıyınçılıklarga kökrek gerip iradesinden qaytmasdan Xitayning qonunlariga ko'ra xalqimizning erkinligi, huquqlari uchun o'zini, oilasini va barcha mol mulkini fido qilgan bir adolat, haq huquq va haqqoniyat kurashchisi. İlham To'xti harakati bo'lish sifatimiz bilan biz İlham Muallimni bugun bu tor muhokama yig'ini orqali eslab o'tamiz va uni dünya jamoatchiligiga texmi yaxshi tanitish yo'lida nimalarni qilayotganligimiz to'g'riliq xalqimizga ma'lumot berishni, faoliyatlarimizning texmi unumli va sifatli bo'lishi uchun qanday harakat qilishimiz to'g'riliq siz aziz yurtdoshlarimizning taklif fikrlarini anglashni nazarda tutamiz. Bu maqsad bilan uni tanıgan, birga ishlagan va yoki birga o'qigan, uning xalqi uchun qilgan ishlarini bilgan va taqdirlagan sabdoshlaridan, o'quvchilaridan va do'stlaridan vatan sirida yashayotgan bir necha qalamkashlarimizni va ziyolilarimizni bu tor muhokama yig'iniga taklif qildik. Cümleden muallimning o'quvchilaridan Meryem Sultan Hanım ve inimiz Tursuncan Ablat teklifimizge binaen bu tor muhakeme yığınımızga katlaşıp ustadları toğırlık halkımızga malumat verişini kabul kılgan bosumu, lekin malum sebeplerden keyinçe toxtab kaldı. Elbette ki ularning bu kararlarga hürmet kılış bilen birge, bunundan keyinki sohbetlerimizde biz bilen birge boluşlarını ümit kılımız. Asiye Uygur Hanım, Profesör Alimcan İnayet, Dolkun İsa, İlşat Hasan ve Aziz İsa Elkun efendiler, hoş geldinler. Hemminlarga alayda rahmet etime. Asiye Uygur Hanım, ırkı kırgınçılıkka uçuravatkan Uygur halkının takdirini hal kılış yolunda İlham Muallim nimelerini kılgını doğruluk etraflık tadqiqat ilip vardı. Asiye Hanım, sizden şu iki sualını sorayım. Birinci sual, Uygurlarının avtonomiya haklarını kaparetlendiriş nila talep kılgan müstakillik veya ki Xitayını parçalaşkı dair hiç kandak faaliyette bolmagan İlham To'xtining Xitay tarafından devletini parçalaş cinayeti bilen ayıplanıp mengülük qamoq cezasıga hüküm kılınışıga siz qanday qaraysiz? İkinci sualım, İlham Muallimning biz Uygurlar üçün ilip bargan kurashleri halkımız bugün duş kelyapotgan irqiy qirg'inchilik bilan bog'lanishi bormi? Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq do'stlar. Assalomu alaykum. Bu suhbatga qadam tashlab qilgan barliq ustozlar, qarindoshlar, yaxshimisizlar? Oldi bilan bugun Ilham To'xti harakati tashkiloti nomidan bu suhbatning o'rinlashtirilganligidan aytib xushalman. Yana bir tarafdan Ilham To'xti muallimniki turmada itoat qilgan 8-yilga qadam qo'yganligi bilan bu masalaning ta hozirgacha, ya'ni Ilham muallimniki masalasining buncha uzunga surilayotganligi ham buning bilan birlikda Uyg'urlarningki beshidagi bu zulmlarning oxirlashish qadamlarini bosmaganligi beram bo'lganligini bildiraman. Men bir qancha yillardan beri haqiqatan Ilham To'xti muallimniki Uyg'urlar uchun nimalarni qilganligi va xalqaroda qaysi taraflardan e'tirofga erishganligi
bu jihatlarda yana Uyg'urlarniki haq huquqlarini qo'g'dash, haq huquqlarning dafsan qilinganligini xalqaroga bildirish bu jihatlarda qanday xizmatlarni qilganligi ustida ko'p iznish yapadim. Bo'libmi Uyg'ur biz Torbekdagi İlham To'xta muallimniki yillardan beri qilgan tadqiqotlari, ya'ni bo'libmi İlham To'xta muallim shu Beijing Millatlar Universitetiga 91-yili xizmatga kirgandan boshlab 94-yildan 96-yilgacha bu yerda iqtisodshunaslik xalqaro iqtisodshunaslikda ham Şinjan iqtisodshunaslikqa doir tadqiqotlarda bo'lgan ekan. Bu jarayonda bu odam bizningki vatandagi bu shu Uyg'urlarning iqtisodiy masalasi, ma'rif, madaniyat, til, urf odat va kimligini saqlash bu jihatlarda Xitoylarningki ilib borgan assimilyatsiya va qirg'inchilik siyosatlarga alohida diqqat bo'lgan. Shu vaqtlarda bu odamningki Uyg'urlar masalasiningki hal qilinish yo'llari ustida ko'p izlanish olib ekan. Shu bu odamningki shu vaqtdagi izlanishlari ham bu izlanishlarning bugungi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan bo'lgan bog'lanish haqida mening tadqiqotim shular ustida bo'ldi. İlham To'xta muallim iqtisodshunoslik sohasida izlanuvchi bo'lish bilan shu Uyg'urlarniki besh kelgan masala ustida tadqiqot ilib berayotgan vaqtlari dal Xitoyninki shu Uyg'urlarni o'z ichiga olgan Xitoyning ichidagi osonlik millatlarni yo'qotish siyosati bo'lgan nomrodlikni yo'qotish. Biz hozirgacha anglaymiz Xitoyning ichida Uyg'urlarni nomrod yoki Şinjanni nomrod bularni nomrodlikdan qutuldirish, Xitoy hukumati bularni nomrodlikdan qutuldirib, hozirgi saviyaga yetkazish uchun mandaq siyosatlarni qildik deydi. Dal İlham To'xta muallim Xitoyninki shu nomrodlikdan qutuldirish nomida yurgizgan irqiy qirg'inchilik siyosatininki dastlabki bosqichlaridan tortib bu odam diqqat qilgan. Bundan sirt İlham To'xta muallim shu nomrodlikdan qutqizish siyosatlar ustida tadqiqot ilib borgan vaqtlarda O'rta Osiyo burunqi sobiq Sovet ittifoqidagi yemirilish sabablari anadekin Yevropa davlatlari Berlindan chiqilishi bu siyosiy o'zgarishlar u vaqtlarda Yevropadagi millatlar masalasi ijtimoiy masalalarni hal qilinish usullari bu jihatlarda ko'plagan izlanishlarni ilib borgan va shu izlanishlar jarayonida o'zining biografiyasida bu to'g'riliq mazmunlar bor ekan. Men qarasam shu Uyg'urlarningki haq huquqlarini kafolatga ega qilish uchun men butkul hayotimni bag'ishlashga tayyor bo'ldim deb 90-yillarning beshida ashuna qarorni olib qo'ygan ekan. Shu xalqaro qonunlar ustidami anadekin xalqaro vaziyatga shu Uyg'urlar bilan o'xshash taqdirdosh yoki qismatdosh millatlarningki keyingi yuzlanishi ham ularniki o'z davlatidagi masalalarniki hal bo'lish usullari bu jihatlarda nihoyat ko'p tadqiqotlarni ilib borgan ekan. Bo'libmi bu tadqiqotlarningki Xitoy hukumatiningki jiddiy nemisiga erishishi shu 2000-yillarning boshlarida Xitoy hukumati bu İlham To'xtaninki ish harakatlari, faoliyatlari va Uyg'urlar ustidagi bu izlanishlarga alohida diqqat bo'lgan yillar ekan. 2005-yili İlham To'xta muallim Beijing Millatlar Universitetida bir cho'ng tipdagi bir Şinjan Uyg'ur avtonom rayoniniki qurilishini 50 yillik shundaqroq bir faoliyatda bir nutq so'z aytgan. Bu nutqi hozir to'rlarda bor, ko'ra bosana bo'ldi. Shu 2005-yilda Uyg'urlar duch kelgan masalalarniki ya'ni Xitoy u vaqtida 2002-yilda Uyg'urlarni xalqaro terrorizmga bog'lagani va 2010-yildan burun Uyg'urlarning ko'p qarshilik harakatlari bo'lingan. Masalan, hozir bizningki zo'rimiz o'tgan To'lqin Isakimiz bilan Aziz Isa afandim bu 85-yildagi o'quvchilar harakati bular qatnashgan başlanan şahitleri şu hareketlerninki. O vaqtlarda Uyg'urlar şu vaqtdagi Uyg'ur yoshlari yani Uyg'ur jamiyatida va Xitoyning siyosiy tuzilmasida bir o'zgarish bo'lishini umid qilgan va kutgan. Lekin Xitoy hukumati shu davrlarni, yani 80-yillarning 5-dan boshlab Uyg'urlarni yo'qotishni e'lon qilib bo'lgan.
Ben qarğınımda İlham To'xta Efendi'ninki, şu Uyg'urlarniki nüfusuniki azlışı veya planlıq toğul siyasətinin yolu qoyuluşu, qoştul muharibi, ondan keyin yötkəpişik orlaşdırış namıda Uyğurlarını özləriniki yurtlarından ayırıb yötkəş bu noktaların həmməsi də statistikалық məlumatlarını özü yenidən pul çıxırıb toplaganken, yani İlham To'xta muallimninki bu izlenişleri Xitay hükümetini intayın çöçütken hem bir. Şu 2005 yılı Beijing Millet Üniversitesi nimesinde nutkuda muşu izlenişlerinki hemmini sistemlik bayan kılırken, yani Uygurlar meselesini hal kılışınki birden bir nimesi Uygurlarınki autonomiya haklarını kapalatki iyi kılış hem mağarip, medeniyet, dini itiqat bu cihetlerde bularınki hukuklarını kapalatki iyi kılış diyen, deydiken. Bu 2005 yıldaki iş. Bu işler bilen Xitay hükümeti İlham To'xta'nınki şirketlerge ait köp çeklemeler koydu. Ben küçük anal kaldı sözü itay. Biz birimiz 2014 yılı İlham To'xta muallim türmege kamaldı. Bu türmege kamalış bilen İlham To'xta muallimninki muşu 90 yıllarda tatıp 2014 yıllarca boğan Uygurlarınki beşiğe kildiğen bu kısmetler ve Xitay hükümetininki qandaq siyasetlerini yürgüzüp Uygurlar üstüde qandaq bir erki qırgınçılıqını elip bardığalıqı ve bu işten akıtan nəg berip bardığalıqını 2014 yıldan burun bu adam hemmini parazit bolğan hem bunu aldığını eliş üçün Xitay hükümetiga hem de bu doğruluq talep, təklif, fikirlerini koygan. Lekin akıbette İlham To'xta muallimninki talepleri devletin parçalaş oldu. Bununki akıbeti mi hakikaten İlham To'xta muallimninki taleplerge koşulga vaxtıda bununki yüz berdiğen neticesi hakikaten Uygurlarını bugünkidek erki qırgınçılıqtan qutuldurup qoqamay, belki özünki təqdirini öz belgiləyən bir yeni bir yolga başlar bu qoydu. Lekin Xitay hükümeti bu yolların hemmini İlham To'xta'nı turmuğa, ömürlük qamaq cezasıga hüküm qilish bilan bütünlay kesip taşıldı. Şununla mening qarşımda İlham To'xta muallimninki barliq izlenişleri Uygurlarniki bugünkü erki qırgınçılıqla çemberças bağlanğan, hem İlham To'xta muallim Uygurlar içindeki birden-bir bu meselelerinki akıbeti ve Uygurlar bugün duş keldiğen bu erki qırgınçılık meselelerini hemmini şu 90 yılı 2010 yıllarda aldın bilip boğan ve muşun üçün özünün hayatını atagan bir insan dep qarayman. Rahmet. Rahmet Hatice Hanım. Ben bu ustazımız Alimcan İnayet kirgenlik için o kişini salamlap kolumni ko'targandim. Sizge to'xtatın demek emasdim. Yana demoqchiman, İlham Efendimning xalqimizning taqdir to'g'riliq nimalarni qilganligi, qandaq boshqartirganligi, qandaq tadqiqotlarni olib borganligi to'g'riliq ma'lumotlar mening bilishimcha ko'pchilik tarafidan to'liq bilinmaydi. Uning uchun bu mavzu nihoyat muhim deb qarayman. Agar tayyorgarligingiz bo'lsa, bu yig'inimizning oxirida sizga yana qayta so'z berishni loyiq ko'raman. Onun için tayyorgarlik qilib so'zim bor desangiz, oxirida yana bir qatim sizni taklif qilaman. Hozircha rahmat. Hamda vatandan keyin chiqqan va İlham Efendimni o'qigan onun sabtashlari hesaplangan Abduvali Ayub inimiz aramızda İlham To'xta Efendim to'g'riliqmi Uyg'urcha bir necha maqolalarni yozdi. Asiya Hanım to'xtalgan mavzuga bog'lab İlham To'xta Efendimning Uyghur xalqining taqdiri haqida, qanday boshqartirganlik haqida sening ko'z qarashingni va sening fikringni va sening xalqimizga beradigan ma'lumotlaringni anglayli Abduvali. Marhamat. Rahmat. Ben bir qancha nuqtani demoqchi. Birisi şu yani İlham To'xta İnternet yaxşımız. Abduvali bir narsa bo'lib uzilib qoldi.
Hani 1 minut, 2 minut küteylik. Eğer onguç kirenmese devam etimiz Abdüveli keyin koşuludu. Adilçi yok. Tekironlar to'kib qolibdi ekan, men diqqat qilmabdim. Abayam bir qatam webni qo'ygan. Shuning bilan men to'k qarmabdim. To'kib qolib telefonimdan. Voy ma bu Devam qilgin bo'pti. Oldindan men bir qancha xil xat, men toza to'g'ri muvofiq kelmaydigan nimalarga bir ko'pib ketayotgan bir qancha tushunchalarni deb qo'yay men Ilhom To'xti muallim haqida. Birisi Ilhom To'xti muallimniki shu mayli Yevropa birlikida Saxarov mukofotini bergan chog'da shu Ilhom To'xti muallimning ko'rgulik masalasini o'tirib qo'ydi. Ya'ni Ilhom To'xti millatlarning tushunishida ko'rgulik rol o'ynagan, ya'ni Xitoylar bilan Uyg'urlarning o'rtasida degan narsani o'tirib qo'ydi. Men bunga bak qo'shilib ketmayman. Nima uchun desa, bizning masalamiz Xitoy xalqi bilan Uyg'ur xalqi o'rtasidagi masala emas. Bizning masalamiz tajovuzchi kompartiya bilan bizning orzuyimiz o'rtasidagi masala, siyosiy orzuyimiz o'rtasidagi masala. Agar Xitoy kompartiyasi bizni besib olmagan bo'lsa, Xitoy xalqi uning bizdagi nafratning ta'siriga uchramagan bo'ladi. Shu bu yerdagi masala Ilhom To'xti qandoqdir bir ikki millat to'qnashayotgan, kunda urushchilar qilayotgan bir holatni o'tirg'a chiqibla ko'rikdan birini yasabla to'xtatmoqchi emas bu yerdagi masala. Agar Ilhom To'xti masalasini davomli Ilhom To'xti ikki millat o'tirisida ko'rik deb ko'ptiraverilsa, bizning masalamiz bu xalq o'tirisidagi ikki millat o'tirisidagi milliy ziddiyat masalasi bo'lib ifodalanib qoladi. Bu ifodalanish shakli to'g'ri emas. Bizning masalamiz tajovuzchi bilan tajovuzchilik uchiruvchi millat. Nima qilinuvchi bilan mustamlika qilinuvchi hukmron, hukumat, davlat bilan mustamlika qilinuvchi millat o'tirisidagi masala. Bu hargizmi ikki millatningki milliy to'qinishga kirib qolgan masalasi emas. Bu masalani birdan oydinlashtirish kerak. Agar buni oydinlashtirmagan chaqda Ilhom To'xti Uyg'urlarningki haq huquqini qo'g'duvchi, siyosiy haq huquqini, millatlik, davlatlik huquqini qo'g'duvchi emas, balki Xitoylarga Uyg'urlarni tushundirguchi, Uyg'urlarga Xitoylarni tushundirguchi bo'lib qoladi. Ilhom To'xti hargizmi bunday ishni qilgan emas. Ya'ni masalan Ilhom To'xtiningki Xitoy madaniyatini Uyg'urlarga tunishtirgan bir parcha maqolasi yo'q. Ondan Ilhom To'xtining Uyg'urlarning madaniyatini Xitoylarga tunishtirgan maqolalari yo'q. Ilhom To'xtining tunishtirgani Uyg'urlarning iqtisodiy jihatda chetda qoldirilganligi, iqtisodiy huquqlardan bahramand bo'lolmaganligi, o'zining iqtisodiy boyliqlari ega bo'lmaganligi, iqtisodiy manbalarning taqsim qilinishida Uyg'urlarning qasddan siyosatda chetda qoldirilganligi. Mushu masalalarni o'tirib qo'ygan. Ilhom To'xtining bir gapi nihoyatda aniqdi. Bir qatam Ilhom To'xti O'rta Osiyo umumiy ahvoli degan dars o'tayotgan chog'da nimani O'rta Osiyodagi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonlarni bu davlatlar Sovet kompartiyasi tarafidan mustamlika qilingan degan chog'da bir qozoq o'quvchi qo'pib, undaq bo'lsa Uyg'urlarmi Xitoy kompartiyasi tarafidan mustamlika qilinganmi degan savol so'ragan. Shu savolga Ilhom To'xti muallim ha deb javob bergan. Demak, bu yerdagi masala mustamlika qilg'uchi hukmron partiya bilan mustamlika qilinuvchi millat o'rtasidagi masala. Hargizmi Xitoy xalqi bilan Uyg'ur xalqi o'rtasidagi masala, ularning o'rtasidagi to'qinish, ularning o'rtasidagi ziddiyat masalasi emas. Ilhom To'xti bu ikki millat o'rtasida ko'rik solmoqchi emas. Bu bir xato, bir tushuncha. Ikkinchi masala. Ilhom To'xti ideyasi va Ilhom To'xti bu fikrlari hargizmi bir Ilhom To'xtiningki Uyg'urlar haqidagi o'zi yolg'iz keltirib chiqargan, o'zi yolg'iz targ'ib qilgan bir ideya emas. Ayni vaqtda Ilhom To'xti to'rbeti Uyg'ur bizga Uyg'ur yoshlar bo'libmi Xitoyning o'lkalarida, oliy maktablarda, shirkatlarda ishlayotgan Uyg'ur yoshlar bu to'rbatga nihoyat qizg'in ishtirok qilgan, maqola yozgan, hatto Ilhom To'xti bilan tadqiqot guruhlarini qurib, birga ishlagan. Masalan, ayni vaqtda Beijingdagi bir qism Uyg'ur ziyolilari va yoshlar shu Uyg'urlardagi Beijingdagi Uyg'urlar orasidagi nim masalasi, AIDS masalasi haqida
tekshirish qilib, bu tekshirish dokumentini e'lon qilgan. Hargizmi bu yerda biz bu bir millatning ichidagi ma'lum kishining emas, bir bo'lak sarxillarninki ish ekanligini, buning vakillik kishisiningki İlham To'xti ekanligini bilishimiz kerak. Masalan, buning misoli nima desa, 2009-yili İlham To'xti Amerika Uyg'ur jamiyatining to'r betiga chiqilgan namoyish uqtirishini o'zining to'r betiga choplagan. 2009-yili 6-oyning oxiri tarafida. Buni choplagan o'quvchisining ismi Mehmet Abdullah. Mehmet Abdullah musabablik muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Shu bu yerda bu Uyg'urlarning haq huquq masalasini Xitoylarning oldida o'ttirib qo'yg'ichi İlham To'xti bo'lgan bilan buning oqisida Mehmet Abdullah, G'ayrat Niyoz qatorliq bir bo'lak ziyolilar bor. Uchinchisi, İlham To'xtining bu Uyg'urlarning haq qonuniy haq huquqini qo'g'dash, ya'ni Uyg'urlarningki azaldan bu bir masala mushtaq ikki xil analiz qilinib ketgan bu vaqa nimadan bakan? Şu Gomindang hükümranlık qilgan davrda Uyg'urlar orasida mushundaq bir xil tushuncha bo'lgan ekan. Birisi, biz Xitoylar bilan o'xshash shaxs sifatida, ya'ni sen rais bo'lsang, men rais bo'laman. Shakl olamdiq yoki bu millat sifatida olamdiq bu huquqni. Bu huquq shaxs sifatida olamdiq yoki millat sifatida olamdiq degan to'g'risida mushundaq bir izlanishlar bo'lgan ekan. Bu vaqtda nimaning iddiasi? Mentimim Buğra'nın iddiasi, yo'q, bu bunda emas. Bizning maqsadimiz Xitoy hokim bo'lsa, hokim bo'lish emas. Xitoy boy bo'lsa, boy bo'lish emas. Bu zaminning, bu millatning huquq masalasini hal qilish. Shunga bu şeyliqi muxtariyat, oliy muxtariyat masalasida eng chong to'g'ini Mentimim Buğra. Endi İlham To'xtining o'xshashligi nima desa, bizning maqsadimiz Xitoy hokim bo'lsa, hokim bo'lish emas. Xitoy kompartiyaga shuji bo'lsa, bizmi shuji bo'lish emas. Balki bu millat zodi nima, bu millatning huquqi nima? Bu millatning bu rayondagi, bu davlatdagi o'rni nima? Oldi bilan bu butun millatning bir nimasini hal qilib o'tish. Qonuniy o'rni, millatlik huquqi, bu millatning o'rnini hal qilish. U qolganki keyingi kimning shuji, kimning izboshlig'i u bo'lish masalasi, u ikkinchi masala. Oldi bilan biz bu masalani qilmay turib, qolgan har qanday masalani, ya'ni shaxsiy qonuniy, ya'ni fuqarolik huquq masalasini har qanday shaklda hal qo'ygan bo'ladi. Lekin Uyg'urlarning oldi bilan millatlik huquqi, zimindorlik huquqi bu masala bo'lishi kerak. Degandan so'ng turib qo'ygan. Bu fikrmi yolg'iz İlham To'xtining o'zining fikri emas, shu vaqtdagi Beyjingdagi sarxil ziyolilarningki fikrining mahsuli. Buning ichida albatta shu chog'dagi Uyg'urlarning nimada har qaysi organlarda ishlayotgan bir turkum ziyolilar botdi, bir turkum yoshlar botdi, bir turkum o'quvchilar botdi. Shularning o'rtaq bir fikri İlham To'xti buni faqat mardonlik bilan o'ttirib qo'yg'ichi bir dokument yozib, xalqaro axborotlarga keyincha buni ma'lumot berib o'ttirib qo'yg'ichi deb qaraymiz. Bu masalada buni oydinlashtirib olish kerak. Ondan uchinchi masala nima desa, uchinchi masala İlham To'xtiningki kishilik ki masalasi. Masalan, İlham To'xtining shu men yaqindagi izlanish jarayonida bu İlham To'xtining do'stlari va o'quvchilar bilan paranglashib ba'zi masalalarni hal qildim. İlham To'xtiga Xitoy hukumatı urug' tuqqanlari orqali besim qilgan. Masalan, İlham To'xtiningki Anvar To'xti degan ikkisini Xitoy hukumatı Beyjingga avatib 6 oy Beyjing tug'ilish orqali besim qilgan. Ya'ni sen gapimizni angla. Deb. Lekin shu enisininki 6 oy nimada turib besim qilishlariga yanada turib, Beyjingda turib. Ya'ni besim qilishlariga İlham To'xtining bergan javobi bu mazirqi masala deydi. Hozirgi masala Uyg'urlarning beshiga emas. Men har qanday bir millatning beshiga kelgan bo'lsa, bu masala o'tirib qo'ymsam bo'lmaydi. Uyg'urning emas, hozir mushu masala, hozir biz ko'rayotgan mushu masala har qanday millatning beshiga kelsa, bu masalani men o'tirib qo'yishim kerak, ham o'tirib qo'yma. Undaq bo'lsa, bu mening millatim bo'lgan taqdirda shu. Buni cho'qim o'tirib qo'yishim kerak. Mening bu yerda akamning, onamning yoki boshqa har qanday bo'lsam, meni bu yo'ldan to'sayolmaydi. Men sizlarni men qatnashishingni orzu qilaman. Qatnashammasanglar, hech bo'lmagan chog'da to'smasliginglar kerak buni. Ham to'sanmaysizlar.
degan narsani degan. Bu ilm to'xtininki kishiligiga munosabatlik masala. Ya'ni buning ilm to'xtining kishiligida bir ishni boshqalar qilganlik uchun emas, boshqalar qilma deganlik uchun emas, boshqalar bir narsani berganlik yoki bermaganlik uchun emas. Bu shu ishniki to'g'ri, haq, qilishga tegishli ish bo'lganlik uchun bo'lgan. Bu ilm to'xtining kishiligidagi murassasizlik va qat'iylik. Buni men bir eslatib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Rahmat. Rahmat Abduvali. Abduvali, bizning Uyg'urcha yig'inga vaqti yetishmaganlik sababli qatnasholmayman degan edi. Keyin yana o'zi telefon qilib, Anvar aka, mening ishim rahat bo'lmadi. Men bu vaqtga planlagan ishimni yakshanbaga kechiktiray, men qatnashay dedi ve hakikaten qatnashganiga loyiq ma'lumotlarni berdi deb o'ylayman. Men hozir deb o'tganlarining bir qismini ancha-muncha men u yerda o'qigan bo'lsam-mu, bir qismini birinchi qatim anglayapman. Boshqalar sizlar bilgan bo'lishinglar mumkin. Mening iltimosim mushu bugungi temani bir qalamga ilib başta manga ve başka manga o'xshash bilmaganlarga yana bir tushuntirib qo'ysam ve biz bu bir qatim o'qib tushunmasak, 2 qatim, 3 qatim o'qib so'raydigan savollarimiz bo'lsa yana so'rab bu to'g'riliq ma'lumot egasi bo'lishni xohlayman. Ko'p rahmat. Endi navbatda aslida Profesör Alimjon Inoyat ustozimiz bor edi. Biraz kechikib kirdi, o'zi qiynalib. Buningdan qat'iy nazar Dolqunning bir yerda yig'ini bor ekan. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Isa elimizning o yig'inni tashlab ruxsat so'rab kiribdi. Hozir o'ziga so'z beray. Yurak so'zlarini anglagandan keyin qaytib o'zining yig'iniga qatnashsa bo'ladi deb marhamat Dolqun, so'z senda. Rahmet Nurcan efendim, bu İlham Tohti efendimden turumuğa kirgenliğinin 8 yıllığı münasebetiyle bunda bir tor yığını uğurlaştırganlığınız için ben ait kursan Dünya Kurultayı rehberleri namıdır. Şimdi ben belki bunun içinde bizim Abdüveli Ayup efendim İlham Tohti'nin okuyucusu iken ki vakıla diyorken Asya Hanım şundakken belki ben en burun tanıganlardan birisi bolsa kerak deb o'ylayman. Çünkü ben 90 yıldım, 94-yil Beijing tuğa vaqtimning o'zida İlham Tohti xatolaşmasam 91 yil keldim deyman. Demek biz 3 yıl birga bo'lgan. O vaqtlarda Alimjon Turkiyaga chiqib ketgan. Millatlar Universiteti ama biz anglagan, shunday Alimjon deb bir naydi münevver yangi o'qishni bitirib Turkiyaga ketdi deb anglagan erkin Ahmetlarni shu vaqtlarda anglagan. Demek ki 3 yılda ben 94 yılda Türkiye'ye ketkishi bo'lgan aralıkımızda İlham Tohti bilan do'stlik o'tgan. U vaqtlarda İlham Tohti yen kelgan cho'nglar ma'rifi deb bu yerda 2 yillik kursga kelgan, matandan kelgan Uyg'urlarga dars beradi o'chaqimizda. Yengin kelgan vaqtlarda. Kim ben 2 yil aşkın açtım, biz aşkanlar kiradi. Her hafta ahirisi biz birga o'tirash o'ynaydik ham İlham bilan. Barat deb bir otellik o'qituvchi bir yatak yatatdı işkelen patlas sokşaptılar biz oturusunu arayıp hem aşina bir tarihimiz bo'lgan İlham bilan. O vaqtlarda İlham Tohti'nin ki bu fikirler oturup çıkmagan aktif bu nesle haqida maqallar nimeler tek başlamağa vaqtlar ben vatan ayrılgan 90 keyingi vaqtlarda İlham Tohti o'zining nurg'unlagan yani tekshirishlarni olib berib bo'libmi shu iqtisodiy jihatdagi o'zining kasb qilmishi bo'lg'achqa adaletsizlikning mahiyeti nima? Bunu qanday hal qilish masalasi haqida atrofli tadqiqotlarni qilgan. Bu to'g'rida Asya xonimning degan tadqiqotlari nayt muhim. Abduvelininki o'tirib atgan masalani boshqa bir nuqtadan o'tirib qo'yib o'tdi. Bu nayt muhim narsa. Bu narsaning hammasini hammamiz o'rganishga tegishlik. İlham Tohti ideyasi degan nima degan vaqtimizda shundoq narsalar uni tadqiq qilib o'rganishimiz kerak. Chunki nurg'un narsalar chunki İlham Tohtining haqiqatan qalbida nima o'ylaganligini biri uning yozgan narsalarni tahlil qilish orqali bilalaymiz. Yana birisi bo'lsa uning o'zidan bilalaymiz. İnşallah bu zulmni oxirishi cho'qim bir kunsi İlham Tohti bilan mushu so'rlarda yoki mushu turda birga yig'in qilganligimizga ishonaman shaxsan.
ölmegen canda ümit var. Çünkü bizim vazifemiz şu İlham Tohti kutkuzuş, İlham Tohti dek insanlarımızı kutkuzuş. Maksımız şunda. Zamanında Abdüveli Ayıp Turmidiki vaxtıda 2014 yılı Uygur Anıdıl hareketini kozgagan vaxtıda biz dünya kurtup bir rapor çıkarıp 2014 yılı Anıdıl dep ilan kılganlığının ki Birleşken Devletler Teşkilatı Medeniyet Emkarlık Komiteti 15 yıllık münasebetiyle biz Paris'te bir yığın ötküzüp şu Abdüveli Ayıp ve başka iki septişini koyup bir iş hakkında boyunlarımızı tahtayla esip Paris koşularda egzimizin tenip bizden sözlüğü koymak ettik. Namayış kılan tok. Bana bugün aramızda oturup sizden İlham Tohti'ni birlikte hatırlattım. Şununla hiç kanda demede biz ümidimiz, üzgünümüz yok. Çok bir gün az bir vakit kaldı bir şeyde oturalayımız da. Oylayman hem de İlham Tohti meselesi benim için ayrı bir mesele. Çünkü bugün hem de bulup Şarkı Türkistan'daki erki kırgınçılık dünyanın dikkat itibarını kozgagan 2017-2018 yıldan başlayıldı değil mi? Bir dediğinki erki ayrımcılık kengeyişininki Xitay deklaratını kılgandan keyin bir burunuşluk istep karayman ben bununla. Ama bu uzundan başlangan. Bu hafta Asiya Hanım'ın texnik çukur tadqiqatları var. Hem de İlham Tohti Beijing'de. Beijing'deki siyaset bilen Şarkı Türkistan'daki siyaset otursa asman zemin fark var. Bir Xitay nimisi bolsun mu? Çünkü ben Şarkı Türkistan Tramvay 88. demektir. Nedvet aklımız bir Beijing'de panalık doğru gelgen. Xitay'ın merkezi. Şunda algan çağımızda yani Beijing'de biz nurgulluğun oturaşlarda İlham Tohti'den kalan oturaşlarımızda şu Eysa Yusuf alıp dikindi, Mehmet İmam Buğra, bilmeymen 30 Cumhuriyetlerimiz ne 85. boğan, 88. boğan namayışlarını hatırlap oturaşlarını kılalaydık. Okutukçular bilen hiç kandan kılmay. Ama o okşaş nersini biz vatanda Ürümçi'de kılanmaydık. Demek Beijing'deki siyasi atmosfera kemçilik bilen yani Xitaylarning üzümü deydi. Hakiki komünizm, sosyalizm Şinjan'da var deydi Xitaylar. Başka yerlerde üniversite yok deb. O vaqtga avval şu 90 yillardagi vaziyat. Hem şu vaqtlarimizda keyin 2014-2000 yillarning kelgan vaqtida İlham demek Beijing'de dedi şu gaplarni deyilgan endi. Agar vatanda Sharq Turkistonda Ürümçi Üniversitesi, Şinjan Üniversitesi ya Qashqarda ya başka üniversitede degan bo'lsa, İlham Tohti'ni allaqachon süpürüp etdi. Hem de Beijing'de, nüfusu Beijing'de boğan, Beijing'de profesör boğan, onun üstüne nurgulağan Xitay ziyalılarının mı qo'llashiga ve dünyanın ki Beijing'den matbuat, bütün yerlerden ne kılıp İlham Tohti tiz vaqtning içinde xalqarada bir ta'siri boğan, şu turmi kökisini aldılar. Avrupa İttifaqının temsilcileri, elçixanaları bilen münasebetleri boğan ve onun aldığından bir qancha qitim chet elga ziyaretlerge chiqib nutqlan so'zlagan bir adam ne 2014 yılda Xitay so'liyalıdı. Bu nimit diye dese, mening nimamcha Xitay bu bugünkü ceza lageri meselesini Xi Jinping taktiği çıkıp ciddi şekilde bunu yol koyuş başlagan. Bunun hepsi bir sınaktı deb o'ylayman. İlham Tohti'dagi bir adamni Beijing'de yüzden hatta Xitay ziyolileri, bir kısım Xitay dostları ve hükümet emelleri, dünyanın matbuatları ve dünyanın diplomatlarının göz aldığında İlham Tohti'ni so'liya olganliginin o'zi Uygurlarga ve dünyaya boğan bir sınaktı. Tumurun tutup yakıştı o. Bu meseleye vaktida dünyadan ses çıktı kırdı ama biz Uygur halkı yeterlik derecede İlham Tohti şu vaktimizde mesela biz şu yerde yakmenlerimizde netçimin Uygur hukukçu var Beijing'de. Ürümçi netçimin hukukçular var. Bula kötürülüp çıkıp durup İlham Tohti'ni koyuverdim diyemedi. Xitay muşni sınaqni tumun tutup bakkan diye. Bu Xitay'ın tarihten meyli 30 cumhuriyetimizde olsun, 44 cumhuriyetimizde olsun devamlı bizim tumurumuzda işte tutup gelgen. Savut Damollamni Qashqardan şimdi size Ürümçi kapırdı netçi aylık kötek arabası bilen 4 tane çerik yallap mangan çağda Uygur halkı şu 4 tane çerikni ötürüp etip ya bitirap kılıp bizning baş ministerimizni qutquzib qolanmagan. Xitay bunu bildi. 44. yılı Elixan törünü Gulji'nin 4. grup istigen Qorg'asda ishga tushib turibdi. Qanday qiladi? Qo'lda askar bor, qurol bor bizim millatniki. Bular qanday isyon qiladi bu o'zining lideriga qandaydan bo'ldi desa, hech qanday reaksiya bo'lmagandan keyin aketgan. Endi o vaqtki medeniyet seviyesi shundoq, o vaqtki bilmaymiz, matbuot yo'q, aloqamiz yo'q, ama 2014-yilda dunyoda Facebook batdi. Vatanni mishiltalaydi, hatta Beijing'da mishiltalaydi. WeChat'da degan narsa batdi. Sosyal medyalar hali bo'lgan vaqtlar. Şu vaqtimizda İlham Tohti'ning bo'lganliklarini bütün millet bilgan. Tumun tutup bakkan.
Bizning millat xuddi 30 yildagi va 40 yildagi holatdan zo'r bir farqning bo'lmaganligini his qildi. Ya'ni necha ming uning o'quvchisi va yoki bo'lmasa tamam vatanda tasvir bo'lishi mumkin 2009-yili qattiq bir 40-yillik farqning yurgani mujvatgandan keyin qimirlash biroz tas bo'ldi, ammo bu erkinlik degan o'zining qahramonlarga vaqt kelib qolsa millatning taqdiriga boshqa tuğanlar kelgan vaqtida jinini melini beşini tutup kurash qila olgan insonlarga berilgan hadiya bu. Mustaqillik, erkinlik degan. Bugün torunun aldı oturup sosyal medyalar, YouTube'larda vatanını azat kılmak pek asan. Ama özden kahramanlarına ilgi çıkış rolünü göstermegende bu muşlaq takdirler kısmet mutlu olduğun gibi. Şununla benim demek çoğunum 2014 yılı tek bizim vatanda nurgulgan ziyalarını tutup bakmagan. Tek cesaret kılanmagan. Xitay bunu yoga yerden başladı. Qanday qilmandi. Onun dinkin degan keyin asta vatanning ichidagilarga tutish qilishga boshladi. Baylarni tutish qilishga boshladi. Xitoy birdan diniy ulamolarni tutish qilishga boshladi. Qadam bosqichidan millatning eng nozik nimalari diniy hissiyotlari. 2015-yildan boshlab, andan keyin 2014-2015dan boshlab ro'za tutishdan tortib, restoranlarni taqaysandan tortib, haraplarni satsan, tamakilarni qilsan deganlar. Mushlarning hammasi Xitoy hukumatining Uyg'urlarning tomirini tutish, dunyoning ham tomirini tutish bosqichida. Bu bosqichda Xitoy g'alaba qildi. Shuning bilan men bu ishni nihoyat muvaffaqiyatli deb ma'nolaydiganman degan bir narsa keldi deb o'ylayman. Shuningga ilhom to'xti masalasida xalqimiz bir qatimliq sinoqni o'tolmadik deb o'ylayman. Bizning ziyoli kesim o'tolmadi bu masalada. Vatanning ichida u vaqt hech bo'lmasa 2014-2013 başlarida hali jiq narsalarni yozg'ili bo'lgan bir vaqtlarda qanchalik bir narsa yozildi vatanda uni noma'lum bizga chet ellarda biz harakat qildik, namoyishlarni qilgan bo'ldik, harakatlarni qildik. Buning ma'lum darajada foydasi bo'ldi, ammo chet eldagi harakat zaten davom qilayotgan bir harakatdi. Ammo Xitoyning eng qo'rqadigan yana ashning ichidagi harakatdan qo'rqadigan gap eng muhim narsa. Shuning uchun vatandagida bir 10 kişilik bir namoyish yoki 2 kişilik tashkilot qurdisi Xitoy qo'pab cho'chib ketdi. Shuningga biz shu vaqtimizda ilhom to'xti masalasida vatanda bu masalaga nisbatan o'zini o'qishda bir reaksiyani bildiradigan bo'lsak, balkim boshqacharoq bir nima bo'lishi mumkinki. Shuningga ilhom to'xtininki ro'yi endi biz chet elda ilhom to'xtininki Saxara mukofotini oldi, dunyodagi Martin Ennis mukofotini nurg'ulg'an mukofotlarni oldi. Bu endi Uyg'ur meselesinin bugün erkek qirg'inchilik meselesi Avrupa parlamentlarida bo'lsin, dunyoning nurg'un yerlarida bo'lsin, ko'tarilishida, ya'ni Uyg'ur meselesinin tonishida ilhom to'xtining o'zininki mangulik qamoq jazosi hukm qilinishi to'lagan bu bedeli bugün Uyg'ur meselesinin xalqaroliq bir mesele bo'lib, 2017-8-yildan keyin jazo lager meselesi bilan Uyg'ur meselesi, Sharq Turkiston meselesi dunyo kun tartibini tashkil qilgan bo'lsa, onun oldidagi eng asosli masala ilhom to'xti masalasi bo'ldi endi. Ilhom to'xti masalasi bo'ldi. 2019-yilda 12-ayning 18-kuni Saxara mukofotini oldi. Anvarjon apandi shu maydonda deb, men shu maydonda dedim, to'ptirib ko'rdik. Bu ya'ni men vatandagi vaqtlarimda bo'lsin, va yoki chet elga chiqib faoliyatlarimizni yurgan vaqtlarimizda bo'lsin, ya'ni 700 odamdan ortiq parlament dünyanın 28 devletinin parlament a'zolari qo'shganlik zal. Biz ikinci qavatda oturumuz, birinci qavatda parlamentlar oturdu. Muhteşem bir görünüş hem de. Muhteşem bir görünüş. O'xshamagan millat. Shular qopib ilhom to'xtiga bu mukofot berildi degan vaqtimizda 700 dan ortiq millat vakili o'rnidan dasturib turib onun alkış verip salam verip cevap gelişi insanını hakikaten gururlandırdıgan. Yani Uygur boğallığıdan insan ilhom to'xtidek bir kahramanı boğallığıdan her kandak bir insan hakikaten bütün kini kaynap vücudu bulup gururlandırgan bir menzire bir görünüş. Ben şunun şahit olgan bir insan. Demek ki boğunum hem de ilhom to'xtining yüzü Allah Xudayim bir körümüz ondan yüzümü şu iradesinden turvatı deb o'ylaymiz. Ama tek vazifemiz ahırlaşmadı. Elbette ilhom to'xtining meselesi bugün Xitoy jazo lagerida yetayotgan 3 milyon
İlham Tohti'nin kurtuluşu 3 milyon insanın kurtuluşu deb oylasak bo'ldi biz. Oylasak bo'ldi. Şununla bizden tek kıldığan aldığımız köp işlerimiz var. İlham Tohti'nin söylegen bedelleri, bütün bir Uygur halkının söylegen bedellerinin bir yarkın namayendisi. Şununla biz tekme uykumuzu içişimiz doğru keldi. Chet ellerde bazıda İlham Tohti hakkında vay bu avtonomiya talep kılgan, müstakillik talep kılmagan, bu kopap Xitayning nimasini talep kılgan her xil şekildeki gap sözde bulungan gap. Ama ben aşı sisteminin içinde, aşının içinde boğa vaktimin üzerinde nime kılalıgandım, ayak nime kılalıgandım. Degeninin hesap kitabını kılmay, bizde bazı milletler tas kalıdı. Mahmud Taşkır, Yusuf Asacıplar, kastüm burluk kıymet diken diye bizim millet. Aşı devrige şu her kanda vaktıda şu devrinin, şu şaraitinin nimisinden insanlara baha verişimiz gerek. Bu çetelegi çıkıvagandaki baha verişken pek asan gap var. Pek asan gap. Ama şu muhitta, şu şaraitta, şu nimenin bizde kançılık pidakarlığını gösterdi insan degan narsamiz kerak. Endi agar men davomli Xitoy demokratlarniki va xalqaro yig'inlarda Xitoy demokratlarining ba'zi savollari bo'lib qolgan vaqtimda shuni deyman. Chunki ba'zilar deydi İlham Tohti Xitoy qonun xilofligini İlham Tohti shu yergi muhit sharoitimizdagi fursatlardan eng yuqorisini foydalanishga tirishgan. Xitoy buni yaxshi bildi. Uning qalbidagini İlham Tohtining ideyasini yaxshi bilganligi uchun uning uchun muttasil qamoq jazosi berdi. Liu Xiaobo bir Xitoy, u Nobel mukofoti oldi. O bütün bir Xitay sistemini özgertmen dedi. Asası kanunu bir sisteme karşı çıktı. Onun belirlenen ceza 11 yıl. İlham Tohti ben Xitay'ın yüzünden belirlenen asas kanunu ve milli territorial avtonomiya kanunu icra kılsın dedi. Onun belirlenen ceza müddessiz. Yani demek nime? Onun cezası onun bir Uygur boğalığı. Yani, onun Uygur boğalığı. Bugün 3 milyon insan turmu diye tatlı olsa onun Uygur boğalığı. Meselege monoklu nazardan qarash texi realistik deb qarayman. Rahmat. Rahmat Dolqun. İnim Dolqun. Yürektin gap qilding ve yürek tekkidek gaplarni qilding. Ko'p rahmat. Herhalde yoshlarimiz bo'libmi ko'pchilik quloq berib anglaganda deb o'ylayman. Sana rahmat. Yig'in ketsa onun uchun ketaman sana ruxsat. Ko'p rahmat. Endi navbatda 10 minutga chiqib ketaman. Uning uchun boshqalarning so'zini anglab. 10 minut vaqtim bor. Ustozimiz aynı vaqtlarda Bejin'de İlham Efendi birga bo'lgan Alimjon Inoyat navbatda sizning yurak so'zlaringizni anglaylik. Ustoz, marhamat. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Hammalarning bu vaqti hayırlı olsun. Nəhayət bir əhəmiyyətli bir proqramını uyuşturubsiz. Köp rahmet sizge. Doktor İlham Tohti Efendi 8 yıl burun şu Xitay hakimiyeti tərəfindən müddətsiz qamaq cəzasına mahkum qılındı. Bu yıl 8 yıl oldu. Onun beşe gelgen kısmetler, külfetlerge ben çonkur histaşlık bildirmen. Elbette İlham Tohti'nin beşe gelgen bu külfetler, kısmetler Uygur halkının beşe gelgen kısmet ve külfette paylaşık buludu. Doktor İlham Tohti Efendi milletimizin bir kahramanı, milli kahraman da paylaşık buludu. Uygur halkının vicdanı aşında da tunulgan. Hakikaten Xitay'daki bir diktatör devlette milyonluğun kişi sözleyemegen, oturup koyalmagan hakikatlerini dadillikten oturup koyalışı nahayet çoğun bir cesaret örneği de karışık buludu. Ben Doktor İlham Tohti Efendi bilen Beycan'da uçraşmagan. Ama 2010 yılı İzmir'de açılgan bir kongrege yani ilmi muhakeme yığınıga yani Türk Dünyası Medeniyet Kongresi de atalgan bir ilmi muhakeme yığınıga davet kılgandım. Fakat vize alamıgaldık için ben Taşkı İşler Ministerliği, Türkiye Taşkı İşler Ministerliği xat yazıp uşaq Beyjan'da kildigan 5-6 kişi bilen birlikte İlham Tohti Efendim'nin vize meselesini hal kılıp vizeni aldırgan ağantı.
Şu Tashqi ishlar ministrleriniki nimasi bilan vizani olgandi. Yo'lga chiqadigan vaqtda bu en oxirgi kuni yo'ldan to'syapti. Ve o arada necha qatim telefon bilan ko'rishgan o'zi bilan o Türkiye'ye kelishning hozirligini qilayotgan, tayyorlik qilayotganligini dedi. Nayetdi qo'shal bo'lganligini, hayajonlanganligini aytdi. Ben bu nayetdi sabırsızlık bilan kutib turgandim. Lekin şu mağdigan kuni bunu pasportunu elib yaptı. Pasportunu elib yo'lga chiqqan vaqtda buni to'sib olgan. Şuna kilenmeye kaldı. O başka Bejan'dan kilden başka ilmi adımlar geldi. İlham Tohta Efendi kilenmedi. O kilişten burun bu kongreye bir makale evet kenti. Makalede şu kongrede ilmi muhakeme yığında okuyduğun dokulatını bana evet kenti. O dokulatı Xitaycıydı. Ben Xitaycını tercüm kılıp koygandım Türkçe'ye. Onu ki ben bastım. Bizden Halkaralık Uygur Tadqiqat jurnalıga o makalesini biz verdik. Keyin bu makale bu İstanbul'daki Hamit Köytürk akimiz tayarlagan bir kitapka verildi. Şunda kılıp İlham Tohta Efendi bilen biz görüşemedik. Ama keyin 2014 yılı qamoq cezasıga mahkum kılıngan. Şuna bilen bu iş aramızdaki nime üzülüp kaldı nime. Münasebet üzülüp kaldı. Elbette onun keyin mi neçkatim tutuluştan burun bu internet arkalık yani e-mailde yazışkan idik. En ahırda bir okuyucusunun Türkiye'ye okuş evetliğini etkan idi. Bana vize halk verişini etkan idi. Lekin o arada o işini kılamadık. Şuna olan keyin o bala keyin tutulup gitipti. Şunda ağır günlerini geçirdik. Uygur halkı buluş süpütümüz bilen. Elbette bula tesadüf emez. Ama bugün o İlham Tohta Efendi'ni bahalgan vakitte şu Xitay'daki ictimai ve siyasi atmosferi, siyaseti noktasından bahalaş gerek de oylayman. İlham Tohta Efendi aşında diktatör bir devleti durup naitti Uygur halkının şu Xitay'daki başka milletlerinin bu şu hak hukukunu koğdaş yolu da naitti cesaret bilen oturup çıkan bir kişi. Onun göz karışı şu Xitay'daki milletler meselesini kanuni mesele de qarğan özü. Özünün kitaplarından, makallarından ben şunu düşündüm. Yani Xitay'daki milletler meselesi asas kanun meselesi. Yani Şarkı Türkistan meselesi mi? Şu Xitay asas kanunundaki tuluk ve hakiki mende de icra kılınmaslıqdan kelip çıkan bir mesele dep oturup koygan. Meseleninki sebebi enik deydi. Meselenin sebebi enik. Meselenin sebebi enik bolganlığı için onun hal kılış çaresi mi enik deydi. Hal kılış çaresi nime? Xitay asas kanunundaki şu Uygurlarga başka milletlerge berilgen hak hukukunu hakiki türde ameli bir şekilde icra kılış ta dep oylaydı ekan. Bu eğer hakikaten hem Xitay asas kanuni ve milli territoriyalik avtonomiya hukukudaki hak hukuklar tutuluk icra kılıngan bolsa bu yerde bir mesele kalmaydı, mesele el bulatdı dep oylaydı ekan. Bu elbette Xitay'niki siyasi ve şu ictimai muhitida bir kılıngan bir tehlil dep qarayman. Lekin eğer bu Xitay'daki tarihi qaraydigan bolsak, Xitay'daki milli siyasetini eğer tehlil kıldan bolsak, Xitay'nın Uygurlarga başka milletlerge hakiki bir otonomiya berdigan bir niyeti yoktu. Mesela bu Xitay'daki milletler siyaseti şu Sun Yat-sen tarafından belgilengen ve Sun Yat-sen tarafından belgilengen vakitte oturup koygan bir nimba proje. Bir ulus devleti kuruş için Xitay'daki bütün milletlerini eritip asimile kılıp bir ulus inşa kılış, yani berpa kılış projesine oturup koygan bir kişi.
Onu da keyinki şu Gomindan bolsun, Gongchandan bolsun bütün hükümetler şu Sunjunsan'daki oturup koygan devlet planı boyunca hareket kıldı. Gomindan şundaktı. Şarkı Türkistan'a şu plan boyunca nurgun Xitay köçmenini yerleştirdi. Xitay Gongchandan kelgen vaqtida, komünistler kelgen vaqtida mı? Yani şu Sunjunsan'daki şu planı boyunca milyonlarca Xitayını yerleştirip Şarkı Türkistan'a yerleştirip etti. Yani bu Xitay'daki milli siyasette şu Sunjunsan zamanında oturup koyulgan ve tegiçe özgergeni yok ve onunki maksatı bütün Xitay'daki milletlerini, aslanlık milletlerini bulup mu bütünlüğü aslında kılıp birla Xitaylarını merkez kılan bir ulus berpa kılışıydı. Şuna bu Xitay'daki mesele bir tarihi bir mesele aslında karaydan bolsa. Çünkü bunun bu devlet planı, devlet projesi bununki maksatına ait enik. Şuna hazır bu vatkan bütün Şarkı Türkistan'daki yüz berotkan bütün bu vahşilikler, zulümler şu milletler siyasetindeki mukarrer bir neticesi dep karaş buldu. Şuna bu Xitayning Uygurlarga asas kanunda yakınması milli territoriallik otonomiya hukukida kanununda nurgun bazı hukuklarını beyan bolsunmu bunun icra kılmayotganlığımı şu proje yani bununki şu devlet planı boyunca devlet planındaki nemesi neticesi. Çünkü bulanı biliş lazım. Çünkü Xitay'niki sözü şu nimedeme deyilgen bu Xitaylar'niki sözü tatlık buldu, yitpege yumuşak buldu depçu. Ya bu katli yalan söyleyen bir millet. Şuna bula asas kanunu bolsun, milli territoriallik otonomiya kanunu bolsun, nurgun bazı çıraylık gaplar bilen, telaffuzlar bilen nurgun maldan koygan bolsunmu, ameliyat bunu icra kılmagan. Eğer onu icra kılmasa, Sunjunsan oturup koygan nimesiga, maksatga, gayege erişkili olmaydı, yetkili olmaydı. Şuna o Xitay o bununki planı boyunca hareket kılıp atıdı. Bunu özgergeni yok. Şuna bulanı çokum hemimizin çokum düşünüşü lazım. Ama İlham Tohti Efendi şu Xitay'daki aşındak bir siyasi ve ictimai bir muhitida bundak tarihi neslerini ki düşünüp ketken olması da mümkün. Yakınmasa Xitay'daki nemisiga, telaffuzlarga, yeni va'dalarga belki işini ketken buluş mümkün. Şu vaqt nima uchun degan vaqtda bu Xitay komünistlerindeki bu şu va'dalarga işinip ketken nurgun siyasiyonlarımız var, nurgun şairlerimiz var, nurgun alimlerimiz var. Şu 49. yıldan keyin 49. yıldan burun bu şunda bolgandı. Nurgun Sovyetlerden şunda boldu. Nurgun kişiler bu komünistlerindeki nihayetde çıraylık va'dalarga işinip ketken. Şuna bu yerda bir İlham Tohti Efendi'ni bahalığa vaqtda şu Xitay'daki muhitini çıkış kılışımız lazım. Siyasi vaziyetini çıkış kılışımız lazım. Elbette İlham Tohti'ndeki gayesi müstakillik. Onu aitti düşünüşkü buldu. Biraz evvel Abdülveli Efendimiz dedi. Mustemlike diyen meselede otur koygan. Yani o yerde Köngül'de bu Uygur yani Şarkı Türkistan besbelliğin bir zemin mustemlike bir devlet. Ama bunu Xitay'daki şaraitida yani şu siyasi vaziyette muhitte bundan nesnen oturup koyuş imkanı yoktu. Ama özünün turvatkan şu nimesinden faydalanıp, ictimai oyundan faydalanıp en yaxşı bir şekilde bu Uygur meselesini, yani Şarkı Türkistan meselesini oturup koydu ve bunların nihayette şu Xitay yani kanuni bir tilden oturup koyup bitti dep qarayman. Elbette bunu elbette biz chet ellerdeki teşkilatlarımız İlham Tohti Efendi otonomiya istepti dep bunda bağlısak olmaydı. Bizim şunda İlham Tohti Efendi şu vaziyette aşınçılık diyerligen bunu nihayetde doğru düşünüşümüz lazım. Ama asıl bizim için mühim olan neyse İlham Tohti Efendi'ndeki asıl gayesi. Yani Uygur halkındaki erkinliği, müstakilliği dep karaşkı dep oylayman. Bunun ki şu İlham Tohti Efendi'den
hakkındaki yani İlham Tohti ideyası davatımız bu mesele mühim. İlham Tohti efendimdeki biz ideyasını biz çok müstakillik dep muayyenleştirişimiz lazım. Eğer bunda demeyen takdirde otonomiya eken dep eğer muayyenleştirip alsak bu doğru olmaydı dep oylayman. Elbette o şu şartındaki bir neticesiydi. Ben şunçalik Rahmet. sözley yani keyin yana söz alsam bo'ldi. Rahmat. Bo'ladi. Ko'p rahmat ustoz bergan ma'lumotingiz uchun. Navbatda bizning qalamkashlarimizdan Aziz İsa Alkun inimizning yurak so'zlarini anglab, undan keyin ilshod qilib beraman. So'zni xulosa qilasa ilshodsan, Xudoyim bo'lsin. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugungi bu faoliyatni o'rlashtirgan Anvar aka yetakchiligidagi Ilhom To'xti institutiniki, Ilhom To'xti harakatniki barliq fidokorlarga rahmat aytaman. Nihoyat muhim suhbatlar bo'lyotdi. Men bu yerda asosliqi shu Ilhom To'xtininki shu qo'lga ilinganliginiki 8 yillik bugun xotir kuni munosabati bilan shu Ilhom To'xtiniki tashabbusi va uning Ilhom To'xti harakatiniki shu Uyg'urlarniki hozirgi va kelajak siyosiy taqdirida qanday rol o'ynaydi? Uyg'urlarniki hozirgi huquq da'vosi, hozirgi xalqimizniki talab qilayotgan mustaqillik da'vosi. Bu da'voda shu Ilhom To'xtiniki shu tashabbusi va bugungi ya'ni 2017 yildan buyon davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Xitoy hokimiyatiniki Uyg'ur xalqiga va boshqa turkiy xalqlarga vatanimiz Sharq Turkistonda yurilayotgan bu qirg'inchilikning o'rtasidagi munosabatlar va dunyo siyosiy sahnasida bu shu Uyg'urlarning barliq harakatlariga qanday ta'sir qiladi va qanday oqibatlarni natijalarni keltirdi. Mushaq o'zimniki xususiy qarashlarni o'rtoqlashaman. Albatta Ilhom To'xtining tashabbusini shu davrniki ehtiyojidan shu davrniki Ilhom To'xtining hayotiga, Ilhom To'xtiniki shu davr tarbiyasiga birlashtirib so'zlaymiz. Bunda ayirib qololmaymiz. Ilhom To'xti men bilan o'xshash bir davrniki vakili. Ilhom To'xti bilan men o'xshash bir yilni universitetga kirgan va Ilhom To'xti tug'ilgan, 5 dan o'tkazgan keçmişler, meni keçmişlerim bilan aynan bir o'xshash bir keçmiş. Gerçi men shaxsan oddiy bir yezi tug'ilib cho'ng bo'lgan bo'lsam-mu, Ilhom To'xti ailesi bo'yicha Xitoy hokimiyatiniki sistemasida va hokimiyat sistemida ishlash sababidan nurg'un shu yoshlik davrlarida, madaniyat inqilobi davrlarida nurg'un kechirishlarni beshni o'tkazgan. Qisqasi 1985-yili tunji qatim Xitoy hokimiyati Uyg'ur vatanini ishg'ol qilgandan buyon tunji qatim keng ko'lamlik yangi bir avlod Uyg'ur yoshlariniki demokratik usulda haq talablarini Xitoy hukumatiga anglatdi. Bu tarixiy davrga Ilhom To'xti shohid bo'ldi va keyingi davrlarda Ilhom To'xtiniki nima uchun Xitoyninki shu sistemasida, ya'ni Ilhom To'xti o'z yashagan shu muhitda va Beijing Millatlar universitetiniki bir ekonomist, ya'ni iqtisodshunos o'qituvchisi, professor bo'lib bilan nima uchun Ilhom To'xti Xitoyninki qonun sistemasi ichida faqat Uyg'urlarniki haq va talablarini, tengsizliklarni, ishsizliklarni va Uyg'urlar millat sifatida kelayotgan irqiy kamsitish zulmlarni jur'atkor o'tirib qo'ya oldi deganda albatta bu shu davrdan shu makonninki sirtga chiqolmaymiz. Bu yerdamda albatta biz Ilhom To'xtidan nihoyatda ko'p hammamiz chetga chiqqandan keyin Ilhom To'xti nihoyatda ko'p umidlarni kutdik. Hatto nimishqa Ilhom To'xti mustaqillik talab qildi deganlarmi bo'ldi. O'ylab boqayli.
O'ylab boqayli. Men 1986 yılı maktab müdürünün aldığı 12 dekabr vakasından ki bir yılını hatırlayman deb bir şuar yazıp koyğunun bütün hayatını vayron qatgan Xitoy İlham To'xtay nima deyalaydi? Biz hammamiz vatanda tug'ilgan va Xitoyning siyosatlarini yaxshi bilamiz. Albatta, İlham To'xtay mustaqillik talab qiladi. İlham To'xtay Uyg'urning hur yashini talab qildi. Uyg'urning hur yashi mustaqillikni talab qilmaydigan Uyg'ur yo'q deb qarayman. Agar u Uyg'ur bo'lsa, u Uyg'ur emas. U Uyg'ur emas. Sharoit, biz sharoitdan hol qilgan bir tasavvurni bir qarash o'tirib qo'ysak, bu fantaziya, u amaliyot emas. Endi 2019-yili İlham To'xtay Uyg'ur xalqi dunyoda erishib baxmagan bir mukofotga erishdi, bir sharafga erishdi, bir hurmatga erishdi, bir insonlikning mukofotiga erishdi. Uning ismi İlham To'xtay. İlham To'xtay Sakharov insonlik mukofotiga erishdi. Bu Uyg'ur xalqi irqiy qirg'inchilikqa uchrab 2 yildan keyin yuz berdi. O'ylab boqayli bu vaqalarning hammasini. To'g'ri, İlham balkim g'arbning qarshida bu Uyg'urlar bilan Xitoylar o'tirsidagi bu o'xshamoqchi bo'lgandan keyin bir dialog vosita qo'llandi İlham To'xtay deb g'arb siyosatchilari xalqaro qonun yetadigan uslubda demak bu İlham To'xtay bir tinchlik tashabbusda Uyg'urlarning huquqini qo'g'dash Xitoy qonunida berilgan avtonomiya huquqi va Uyg'urlarningki xalqaro qonunlarda e'tirof qilingan qo'g'dilan huquqlarini himoya qilish uchun kurash qilgan deb xalqaro ramkaga tushirdi. G'arbni qilaoladigan shu, bu bir o'lcham, xalqaro e'tirof qilingan narsa. Ammo İlham To'xtayni qilaoladigan shu. Ammo İlham To'xtay menga o'xshash Abduvali deb aytib o'tdi, Dolqin aytib o'tdi, u bir mustaqilchi. Har bir Uyg'ur mustaqilchi. Chunki hech qanday bir Uyg'ur dunyoda Xitoyning zulmida fashistik bir tuzumda yashashni hech qanday Uyg'ur xohlamaydi. Ammo imkon shunchalik. Hozir chet elda nurg'un yoshlarimiz bilmaydi ahvollarni yoki o'qishni xohlamaydi. Dolqin efendim nayt yaxtab o'tdi, kompyuterning oldida o'tirib xat yozmoq nayt oson. Qanchalik Uyg'ur, chetga chiqqan Uyg'urda qanchalik Uyg'ur Dolqin İsa efendimdek maktabdan qo'g'landi. Qanchalik Uyg'ur Ezza İsa Elkindek qismatdan qo'g'landi. Qanchalik Uyg'ur Abduvalidek 2 yil turmada yotdi. O'ylab boqayli. Badal az emas. Ammo ajdodlarimizdan to'lagan badallarga qaraganda bu hech qanday badal emas. Bor imkoniyatlar bo'lish tirishib boqdik. Qo'limizdan ko'p ish kelmadi. Keyin epiroqan faoliyatlarimiz shu. Dunyo ambiyat masala g'arib İlham To'xtay efendi Sakharov mukofotini berib o'ziniki bilgan xalqaro e'tirof qilingan ramka ichida İlham To'xtayni Xitoydan Uyg'urlarning o'tirsidagi dialog qurg'ichdi, Uyg'urlarning huquqini qo'g'dishdi deb e'tirof bu tashabbus qildi. Xalqimizmi bugungi kunda İlham To'xtayni u avtonomiyashdi, u mustaqillik talab qilmagan, Bejanda o'tirib deb haqorat etish kerakmi yoki İlham To'xtayning bu harakatidan diplomatik usulda aqlan yo'ldan foydalanish kerakmi va buni bugungi Uyg'ur qirg'inchilik to'xtatish uchun qo'llanish kerakmi? Bu bir o'zimizga bog'liq masala. Agar Xitoy hukumati İlham To'xtayni isbotladi, bu bugungi irqiy qirg'inchilik bekor kelgan irqiy qirg'inchilik emas. İlham To'xtay shu o'zining shu salohiyati bilan Bejingda bir professor bu salohiyati bilan qalam orqali o'zining turbetlarida Uyg'ur bizni nashr qilish orqali naqshlarni Xitoy xalqiga va butun dunyoga anglatdi. Mush munosabat bilan dunyoga tanildi. To'g'ri, İlham To'xtay Xitoyning puhrasi. Ammo Xitoyning javob bergan javobi nima bo'ldi? Faqatla qalbi yezish huquqini, bir inson sifatida yezish huquqini ijro qilganligi uchun ömürlük qamoq jazosi hukm qilindi. İlham To'xtay hech qanday bir xalqaro o'lcham, xalqaro qonun bo'yicha, hatto Xitoyning o'zining qonuni bo'yicha hech qanday bir jinoyat o'tkazgan emas. Bu nimani bildirdi?
Demek bu bugün günde G'arb siyasatçılarının nazarında şunda, xalqaro qonunda şunda Xitoyning nayet bir mustabid qonun icra qilinmaydigan ya qonun yo'q yoki feodal bir diktatorlik davlat ekanligini isbotlab berdi. Shuning uchun Ilhom To'xti bu mukofotlarga, bu sharaflarga erishdi. Bizning dunyoni qoyil qila oladigan, xalqimizni qoyil qiladigan nuqta dal shu. Biz siyosat bilishimiz kerak. Biz taktika bilishimiz kerak. Biz qayerda yashaymiz? Qayerda yashagan buni bilishimiz kerak. Hech qanday bir harakat, hech qanday bir natija shu o'rindan, makondan halqib ketolmaydi. Mana biz bugun Ilhom To'xtining 8 yillik turmaga kirib qamalganligini xotir kunda bu faoliyatlarni o'tkazdi. Agar biz bu yerda bo'lmay, erkin bir g'arb allarda bo'lmay, Beyjingda yoki Urumchida bo'lgansa, buni qila olamiz. Ela To'lqin Abdulla to'g'risida yana gap qildi. Abdulla uchun ko'p harakatlarni qildik. Ayni yillarda Rabiya Qodir xonim uchun, Ilhom To'xti uchun ko'p harakatlarni qildik. Biz qila oldik buni. Agar biz chet elda bo'lsa, shuni qila olamiz. To'g'ri. Endi xalqimizda bo'layotgan besim, uchur texnikasi bo'layotgan taqib dunyoning hech qanday yerda mavjud emas. Xitoydan boshqa, Uyg'urlarning beshi kelgan kundan boshqa. Şu an bu yerga meniki gapning oxirisi, mening yakunlaydiganim Ilhom shu nuqta. Ilhom To'xti shu davrninki, zamonninki vakili, u Ilhom To'xti bir mustaqilchi. Her bir Uygur'a o'xshash. Ilhom To'xti 1985-yildagi Uyg'ur o'qishlar harakatiniki nihoyat kuchli ta'sir uchirgan va keyingi 1989-yildagi Beyjingdagi o'qishlar harakatlari bo'lsin va keyingi Sovet ittifoqi parchalanib o'tirasa Turkiya Cumhuriyati mustaqil bo'lgandan keyingi va Uyg'urlar tadrijiy holda milliy bo'lgunchi ekstremizm jinoyatlari bilan, sapstalari bilan jazolanishga uchrayotgan davrdan tortib 2001 yildan buyon boshlangan Amerika boshlig'idagi va G'arb boshlig'idagi terrorizm qarshi harakatda qancha darajada Xitoyninki foydalanganligi va musabablardan kelib chiqqan Uyg'urlarga bir millat bo'layotgan irqiy qirg'inchiliklarni Xitoyninki imkon qo'ygan va qo'ymagan sharoitlarda Beyjingda turib dunyoga anglatgan bir huquq tashabbuschisi Uyg'urning bir suyumli farzandi. Mening xulosasi so'zim tugdi. Shunga biz Ilhom To'xtining ish harakatlarini o'rganaylik va bundan keyin nimalarni qila olamiz? Uyg'ur irqiy qirg'inchilik bugungi kun to'xtatish uchun. Bu haqda tushunaylik, o'ylaylik, harakat qilaylik. Rahmat. Aziz, ko'p rahmat. Endi so'zni İlşat Hasan'ga beraman. Senin jo'yash so'zlarini anglab, oxirida yana qaytadan bir qatim Asiyani so'zga taklif qilmoqchiman. Marhamat, İlşat. Rahmat, Ilhom To'xti inisiativininki bunda bir program o'rinlashtirishiga. Har yili, har doim Ilhom To'xtining ismini ataş, söhbət ötküzü şu arqılıq Uyğur üçün fidakarlarını tutulduruş, əsləş, ulanı ülgü qilish bu. Mening tushuncham nayta oddiy. Ilhom To'xtining ideyasi yig'ib etgan vaqtida Uyğur üçün bir eg'iz gap. Uyg'urni qanday qilib bu falokatlikdan qutuldurg'ini bo'ladi. Shu. Hammamiz shu yo'lda mangimiz. Ilhom To'xtimi shu yo'lda mangdi. G'ayrat Niyozmi shu yo'lda mangdi. Milliy inqilobchilar birinchi jumhuriyatning shu yo'lda izlandi. İkinci Cumhuriyetmi şu yo'lda izlandi. Alimjon Inoyat professor o tarixni aytib yaxshi bildi. Boshqa kunlar so'zlab bersa bo'ldi menimcha. Hammamiz anglashimiz kerak. Shularni shu vaqtida, shu sharoitda qanday qilib bu millatni bu falokatdan qutuldurma dedi. Onun ideyasi mayli Xitoy qonunning ichida bo'lsin, mayli avtonomiya desin,
mustaqil desin. Ama hemmimiz bilimiz, qandaq qilib Uyg'ur bo'lganligidan, qandaq qilib bu müşkül, bu falokatdan qutulamiz. Shu yo'lda izlanganlarninki birisi İlham To'xti. Ham shu izlanish yo'lida fidokorlik ko'rsatib, o'zining erkinligi, mal dunyosi, oilasi, bolalaridan ayrılib, mahrum bo'lib, hozir turmada kun sanab yotgani 8 yil oldu. 8 yıl oldu. 8 yıl, 8 desek asandek ötüdü. Biz teşerik adamlarga qish bilan yozni hisoblab maqsad, bir yil bidamda tugab ketdi. Mana birinchi oy bo'ldi, yana bir ko'rishganimizga yana bir yil o'tib ketdi. Shuningla yil o'tdi deymiz. Ammo turmaning ichida shu bir kunni, bir kundan, soatdan, minutdan sanab to'shtirib İlham To'xti muddatsiz, cheki yo'q. Buni o'tkazish bu oson emas. Shuningga azroq mening gapimni Dolqinnikiga o'xshab qoladi. Abay deganga o'xshash. Bizningki fidokorlarimizningki nima deganligi sirtida turib elib yoki kaynida turib baho berish oson. Ahmet Efendimdek Abdümatni kötürüp kan keşken, Samet Damullah Hacimdek, Memtimin Buğradek, tacavuzçılardan neçe 10 mingni öldürgen, kan keşken adamlarga bugün baha berish asan mı bugün de turuyelip? Asan. Yoğan tadqiqat maqallarını yazıp, ularninki hatalıklarını köstüş neydi asan? İlham To'xtining mu shunda xatoliklarni izlab ko'stimiz desak, balkim chiqadi inson u mu? Tarixiy cheklim bor, makon cheklimi bor. Ammo uning bilan ularninki Uyg'urni bu falokatdan qutuldirish uchun izlangan, to'lagan bedelini inkor qilish, birisini munofiq, birisini xoin, birisini satqun, vatanni faqat shuningga igi bo'lalig odam satalaydi. Igi bo'lanmagan odam o'zining iyiga igi chiqarmagan hech qanday bir Uyg'ur vatanni satadigan salohiyati yo'q. Buni biz bugungi kunda ko'rdik. Ne huquqi bor? Nurbekirdek Abdunum rayonining raisi bo'lgan hozir nerede? Lagerning ichida turmadi. Demak, o özünün üyigimi igi çıkanmadı. Özünün hayatını igi çıkanmadı. O kanda olup vatan satalaydı. O bir kul. Kul kocayının ki ivagan mal dünyasına igi kılanmaydı, satanmaydı, onu kılanmaydı. Ulanın rolü fakat kulluk. Hem de biz bir yerde davatkanımız bütün o Nurbekirlerine emez. Biz a millet, vatan bunu kutuldurumuz davatımız. Şunun için biz onunla fidokorlik ko'rsatganlarni, shunchalik o'zininki bor narsadan voz kechib, lagerlarda yotgan, turmalarda yotgan yoki chet elda vatandagi urug' tuqqanlari, eng yaqinlari badal to'layotganlarni buni qilmadi, buni qilmadi, uni demidi, buni demidi deb u bizga vakil olmaydi, ma bizga vakil olmaydi. Sen üzenge vakil bo'la olamsa? Bunu bilishimiz kerak. Özümüzge aldı bilen vakil bo'la olishni o'rganishimiz kerak. İlham To'xtidan biz o'rganganimiz nima degan vaqtida İlham To'xti vatanda turib, shu millat uchun izlandi, yo'l izladi. Şu yol izleş jarayonida ahirsi o'zi erkinligidan ayrıldı. Menimcha hammamiz shunda bo'lgan shu kunlarni beshimizdan o'tkazdik. Shaxsan mening bir do'stim hozir Turkiyada, ismini aytmay, shu qo'lga ilinib ketgan vaqtida shu yerdagi odam biladi uni. Men bu yerda o'zimni qahramon ko'rsatmayman. 2-3 oygacha Xitoyning soqchi mashinasi maktabning yenidan uyan ötüp gelse, jürgün pok
manga keldimi deb bir ikki qitim, birinchi qitim ashta yelimdan o'tgan vaqtida o'zim topolmay qoldim. Mankaga o'xshaydi deb. Nima degan vaqtida bu qo'rqinchi, chunki bütün senin hayatın hamma nimang bilan bog'lanadi. Bu rastlik. Chet elga chiqdik, erkinligimiz bor. Shuning uchun bu erkinligimizdan foydalanib, o'zimizga ega bo'lishni, o'zimizga ega bo'lishninki eng negizi yeri bilim o'rganaylik. Bilim o'rganaylik. Amerika, Fransiya inqilobidan o'rgandi deb tarix so'zlab, boshqalarga dars o'tmaylik. Fransiya inqilobi, Amerika inqilobidan keyin bo'lgan. Mushunchilik bir oddiy tarix savodni bilmagan odamlar bugungi kunda sahnaga chiqib dars o'tsa bir to'p odam shuning kaynida mengyotidi. Maddakiya deydi. Maddavosi bo'lmaydi. Bilim bo'lish kerak. Bilim degan o'zingdan boshlaysa, qadamdan boshlaysa. İlham To'xtining yozgan maqollari abay Abduvali Aytnaq yaxshi sharhladi. U yerda bir to'p odam tang shuning bilan billa doklad yo'llagan, sansipirlarni yiqqan, ham shuning asosini fikr almashtirib, bir kollektiv bo'lib, shu narsalarni İlham To'xti vakil bo'lib o'tirg'a qo'ygan. Buningda naiti ko'p ismi, nomi chiqmagan, balkim shuning bilan yo'qolib ketgan qahramonlarimiz bor. Biz bilanmagan bilan Xitoy biladi ularning kimligini. Bu biz İlham To'xtidan o'rganadiganimiz, ham bularni qadrlaydigan yerimiz. Menimcha uzun gap qilmay, bularning vatan uchun, millat uchun pijildab ko'ygan shu yurakning ko'yganligidan o'zini opirib ko'ydirgan shu ruhini o'rganishimiz o'zimizdan boshlaylik. Boshqalarni ayblashdan emas, o'zimizni men nima qildim, men burun nadidim, nima qila olgandim, men vatan nima qila olgandim deb har bir Uyg'ur hammamiz chiqqanlar shuni so'ranglar. Oldi bilan. Jamoatmi so'zlaganning so'ziga anglamay, chatalga 10 yil chiqqan bo'lsa, 10 yilgacha u nima qilgan, nada turibdikan, nimalarni qilgan, ma'nimi so'rash kerak. O ba'zilar deydi, ma 30 yoshgan, 30 nemika, yozuvchiga, shoirga u bu deydi. Bu yurakni to'nglatquning ichiga saqlab qo'yib, vaqti kelganda 30 tash turib, ko'ydigan narsa emas. Yurak degan kichkigidan tartib bo'ladi. İlham To'xtidek bo'ladi. Dolqun İsa'dek bo'ladi. Uning oldidagi qahramonlarimizdek bo'ladi. O to'nglatqun saqlaydigan nima emas, yurak degan. Chet elga chiqib 10 yil saqlab qo'yib, bugungi kunganda hamma odamning ota-onasi hammasining kirayotgan vaqtida to'nglatqunni chiqib o't qalab, uningki yurak qo'g'in bo'lamdiki, men ko'rsatib beqinglar shunday yurakni. Rahmat, gapim tugadi. Rahmet Elşad, çok rahmet. Biraz vaktimiz var. Degandek bayağı Asya hanımını biraz aldırtıp koyduk. Şundakla tekrar mühim rağı. Hazır halkımız duş kelavatkan ırkı kırgınçılık haletide Asya hanımı ipbağın tadqiqatları ve İlham Efendim'nin halkımızın takdiri değişik elip bağın tadqiqatları birleşip hazır Asya Hanım bu doğruluk kıskışı malumat verdi ve şu asasta özünün dokladını hulası kılış için yeni bir kıtım Asya Hanım bu söz vermem. Merhamet Asya Hanım. Rahmet. Ben sözümdeki akırını ixcamara qılay. Asas qıtaydıgıdım. Ben tününkü şu söhbet doğrusu çıkağa yazmamda degendim. İlham To'xtining avtonomiya bilan munosabati bormi yoki Uyg'ur erkak qirg'inchiligi bilan munosabati bormi, qanday munosabati bor? Bunga javob berman deb mana bergandim. Shu to'g'ri so'zlayman. İlham To'xti apandim 2014 yil tutilishdan avval o'ziniki mushundaq bir qismatga yo'liqadiganligini aniq biladi. Ham Xitoyningmi Uyg'urlarga
bir oliy avtonomiya bo'lsin yoki odatiy avtonomiya bo'lsin, avtonomiya bermaydiganligini bilib yetgan deb qarayman. Chunki men bu odamniki butkul tadqiqot temalari ustida inchiq izlandim ham o'zimniki Uyg'urlarning besha kelgan bu irqiy qirg'inchilik ustidagi izlanishlarim bilan bu Ilhom To'xti apandimniki izlanishlari va tadqiqotlarni birlashtirganda undan bugungi Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikning nima uchun yuz berganligiga nisbatan bir aniq javob topdim desam bo'ladi. Shunga qarab, yana Ilhom To'xti muallim ayni vaqtida o'zining qanday qismat qoldiganligini ham Xitoyning avtonomiya berish imkoniyatining yo'qligini bilib turib shuni qilgan. Undaq nima uchun shunday qildi? Chunki buningki mundaq bir sababi borki, men izlansam Uyg'urlarningki yana Uyg'urlarni yo'qotib etish siyosati Xitoyning shu 78-yildagi Deng Xiaoping'ningki strategiyasi. Bu strategiyasining kelam u orliqda bir davolg'ish bo'lgan. Bu Xitoy qayoqqa qarab taraqqiy qilish kerak. Bu avtonomiya qonunlarini amillashtirib, keyin kichik jumhuriyatlar birga ittifoqidek mundaq bir osonlik millatlarga bir mustaqil o'zini o'zi idora qilgan bir sharoitni yaratib berishimiz kerakmi yoki Sunjungsanninki boya Olimja Inoyat apandim deb o'tdi. Sunjungsanninki shu Jungo ulusi, Junxo ulusi shakllantirish mushu bo'yicha Xitoy ulus shakllantirish kerakmi degan narsada Xitoy ziyolilarining orasida zo'r davolg'ish bo'lgan. Lekin shu vaqtida Deng Xiaoping bizning vatanga kelgan vaqtida aniq degan biz Xinjiangda avtonom rayon siyosatini yurgizimiz, bu yerda biz jumhuriyat tuzumi yo'lga qo'ymaymiz, asla mumkin emas degan va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish binfani bu yerda asli keltirgan. Asli 81-yili bizning vatanga borgan vaqtida asli keltirishni qaror qilgan. 82-yildan boshlab bu binfan rasmiy asli keltirgan. Uyg'urlarniki irqiy qirg'inchilikning boshlanishi dal bu nuqta. Chunki osh vaqtidan tortib Uyg'urlarni Xitoy qivitish uchun bu qaror ilinib bo'lgan endi. Bundan keyin qanaqa bo'lgandan keyin Bintuan asli keltirilgandan keyin Deng Xiaoping yo'l yo'riq bergan bu yerda, ya'ni Bintuanningki shu shimoldan janubga kengayishiga Xitoy hokimiyati iqtisodiy va siyosiy jihatdan yordam qilamiz, avval Bintuanni taraqqiy qildirish kerak degan. Biz bilamiz Xitoy Deng Xiaopingningki strategik siyosatida bir bo'lak odamlar oldin taraqqiy qilish kerak degan bir yo'l yo'riqni, ya'ni strategiyani qo'llangan bular iqtisodiy islohotlar. Ondan keyin bu siyosiy tuzilma islohot qilmaymiz deb aniq belgitgan. Faqat iqtisod bilan islohot qilamiz degan. Ham bir bo'lak joylarni oldin taraqqiy qildiramiz degan. Bu bir bo'lak oldin taraqqiy qilgan joylar kim degan vaqtda faqat Xitoy nufusinlar asos qilgan Xitoyning janub Xitoyningki shu dengiz atrofi rayonlaridagi Xitoy o'lkalari, masalan, Zhejiang deydi, Shanxay deydi, Guangdong deydi, mushu atroflar. Ondan keyin mushlar bilan birlikda Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuanini mushu oldin taraqqiy qilgan kategoriyaga kirgizgan. Bunga Deng Xiaoping buyruq bergan. Undan keyin yuz bergan narsa nima degan vaqtida Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuani markaziy hukumatniki iqtisodiy va siyosiy jihatdagi yordam bilan bu yerda iqtisodiy nihoyatda tez taraqqiy qilgan, lekin Uyg'urlar bu yerda bintuanniki zamin, boylik, suv, butun manbalarni egallab olishi va siyosiy va iqtisodiy jihatda hokimiyatdan olgan bu kuch bilan Uyg'urlarniki chetda qoldirilishi va nomrodligini keltirib chiqargan. Uyg'urlar 90-yilning 5-ki vaqtida Uyg'urlar janubdagi 4 viloyat oblastga markazlashgan Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuani bizning vatanniki shimoliy qismlarini butunlay egallab bo'lgan. Ondan keyin bu yerda 90-yildagi shu Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuani bilan bizningki janubdagi 4 viloyat oblastniki ishlab chiqarish qiymati, GDP'si deymiz. Buningki nemisida farq osmon zamin cho'ng bo'lib ketgan. Bu farq cho'ng bo'lib ketgandan keyin Uyg'urlarniki butunlay nomrodlashgan holatda demoqman. Shu vaqtdagi shu Xinjiang statistika idorasininki statistikalik ma'lumotga qaraydigan bo'lsak, shu vaqtdagi son sifirlarniki farqini bilalaymiz. Bu son sifirlar menda bor. Undan keyin
Bu yerda 94-yildan boshlab namratlıqdan qutuldirish degan bir siyosatni boshlagan Xitoy. 94-yil namratlıqdan qutuldirish siyosatini boshlagandan keyin bu yerda janubdagi 4 viloyat oblast, ya'ni Uyg'urlarning nufusi 97%, 98%, 99% nisbatni egallaydigan shu rayonlarni davlatlik namratlıqdan qutuldirish kategoriyasiga kirgizgan. Ya'ni alayda siyosat yurgizimiz degan. Ondan keyin 96-yilda Şinjan'a yardım beriş degan programmasini yo'lga qo'ygan. Bu Şinjan'a yardım beriş degan programmasida dal shu islohot ishini chekitish degan strategiya yo'lga qo'yilgan vaqtida oldin taraqqiy qilishga buyurilgan shu dengiz atrof rayonidagi Xitoylarni davlatniki shu namratlarga yordam qilishga ajratgan puli bilan bizning vatanga kelib iqtisodiy mablag' silib butun vatanniki har sohalarga singib kirib bulupmu janubdagi 4 viloyat oblastni butunlay xitoylashtirish qadamini bosgan. 96-yili boshlagan vaqtida bularni rahbarlar Şinjan'a yardım berish degan programmani boshlab, butkul janubdagi 4 viloyat oblastdagi Uyg'urlarni shu davlatdagi ma'muriy organlardan butunlay siqib chiqargan. Siqib chiqargandan keyin shu ishkirdagi Xitoylar bizning vatanniki ma'muriy organlarning birinchi qo'l boshliqlik vazifasini olgan. Bu hukumatdan tushirilgan buyruq, bu to'g'riliq hujjatlarni bor. Bu 2010-yilgacha shunday davomlashib, butkul vatanniki ma'muriy organ, hukumat organlarida birinchi qo'l boshliq butunlay ishkirniki shu dengiz atrof rayonidan kelgan Xitoylar bu yerda birinchi qo'l boshliq vazifasini o'taydigan holat umumyuzlik shakllangan. Bundaq shakllangan vaqtida Uyg'urlarning hech qanday bir ma'muriy huquqiy hech qanday narsa yo'q. Butun huquqlar tortib olingan. Uyg'urlar bu yerda bizning bishimizga kelgan ishlarni biz bilamiz, terrorizmga bog'landik, xalqarada obrazimiz tushirildi. Xitoyning ichida obrazimiz tushirildi, tadqiqot qildik. Ma'rif bu ishkirga yo'tkash, bolalarni xitoylashtirish bu hamma siyosatlar dal 2010dan burun yuz berdi. Ya'ni Xitoy boshliqlar birinchi qo'lliqni olgan vaqtida. 2010da Tuyku Yuanjiang Şinjan'a nuqtaliq yordam berish. Bu siyosat yo'l qo'ydi. Bu siyosat yo'l qo'yilgandan keyin lagerlarni ichish, ya'ni Uyg'urlarni arzon emgak kuch qilish. Bu strategiyasini yo'lga qo'yib, Xitoyniki shu korxonchilardan tortib, ma'mur organ, mayli o'qituvchilar bo'lsin, hammasini bizning vatanga kelib nuqtaliq mesela ma'rif sahasının bu ma'rif sahasiga, tibobatning bu tibobatga, so'dining bu so'diga nuqtaliq holda bir-birisiga. Bütün umumyuzlik bizning vatanning hamma sohasini egallab kontrol qilgan. Andan keyin bo'libmi janubdagi 4 viloyat oblastda Uyg'urlarning bütün ahvolini tekshirish, Uyg'urlarningki milliy kimlik tuyg'usiningki qanchalik, bolalar qanchalik, yoshlar qanchalik, ziyolilar qanchalik, ishchi dehqonlar qanchalik, ular jungolik kimligini Uyg'urlik kimligini yuqori ko'ramdi yoki Uyg'urlik kimligini Xitoy kimliginiki ustiga qo'yamdi. Bu to'g'riliq nihoyat tafsiliy statistikalarni ilib bo'lgan. Bu to'g'riliqmi Xitoyniki munosabatli hujjat, material, dokladlari bor. Bular qilib bo'lgandan keyin 2011-yildan boshlab shu bizning vatanga Xitoyniki davlatning ajratgan shu namratlikni yo'lash iqtisodi bilan kelib mablag' solgan korxonalarni bir tutash holda shu qayta tarbiyalash nomida shu lager echish huquqini korxonalargacha amallashtirgan. Undan keyin shu yezlarda cho'ng korxona bo'lish, Nailarda cho'ng korxona bo'lish, yezlarda o'tirhal korxona bo'lish, kentlarda kichik korxona bo'lish, oilalarda mikro korxona bo'lish. Bu korxonalarning hammasi bir-birisiga tutishib, oqibatda hokimiyatga, ya'ni davlat egiligidagi korxonalarga munosabatli bo'lish. Bu ashundoq bir sistemani shakllantirgandan keyin Uyg'urlar umumyuzlik holda majburiy emgakka silinish, undan keyin turmalarga tutilish. Biz bilamiz 2014-yili bizning bilganimiz 2014-yili Xitoylar Uyg'urlarning uylariga o'ltiraqlashdi, uylariga kirib, ularni nazorat qilganlar ketdi. Amaliyotda bu ish 2013-yilda boshlanib bo'lgan, ham bu bir Uyg'urlarni umumyuzlik kontrol qilgan bir cho'ng siyosatning bir qismi endi. Shu ishlar dal Ilhom To'xti, shu Uyg'ur biz to'rbekitini 2006-yili, 2015-yilning oxiri, ya'ni 12-yilda Uyg'ur biz to'rbekitini qurishi ham undan keyingi Xitoyning avtonomiya siyosatini amallashtirishni talab qilishi, Uyg'urlarning beshiga kelayotgan, ya'ni nopusning ozayib ketishi, undan keyin majburiy emgak, Uyg'urlarning sirtqi ish
xizmatga o'rlashtirish nomida ishga va yutkish bularning hammasini Ilhom To'xta efendim yani o'zining xizmat gruppasidagi shu Uyg'ur fidokor ziyolilar bilan birlikda o'zlarining mablag'i bilan janubga tushib Uyg'urlarniki shu vaqtdagi ahvolini statistikалab har soha bo'yicha tadqiqot dokladlarini yozib e'lon qilgan. Mana bugungi kunlikda shu Ilhom To'xtaniki shu vaqtdagi tadqiqotlari bugungi kunlikda Xitoyninki Uyg'urlarga qanday irqiy qirg'inchilikni elib borganligi va qanday shaklda bu irqiy qirg'inchilikni davomlashib bugungi kunga kelganligini bizning tadqiq qilishimizdan, bilishimizdan ham dunyo anglashimizda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Ya'ni Ilhom To'xta ustozimiz shu vaqtida gapimizningki beshiga qaytib kelsam, bu avtonom huquqi degan narsa berilmaydiganligini bilib bo'lgan, lekin bu yerda avtonom rayon huquqini amallashtirish kerak. Xitoy hukumati degan narsani Xitoy ziyolilarga, Xitoy xalqiga va dunyoga anglatish orqali nimani bildirmoqchi degan vaqtda o'zining tadqiqot dokladlari va Uyg'urlarni duch kelayotgan shu vaqtdagi Uyg'ur xalqiga qartilgan bu irqiy qirg'inchilikning qanday shaklda davomlashayotganligi, buning usuli, tartiblari va Uyg'urlarning qanday yo'qotilishga uchrayotganligini shu ilmiy tadqiqotlar orqali dunyoga sungan va dunyoga bildirgan. Ham avtonom rayon huquqi amallashishi kerak degan so'z orqali bu yerda bir Uyg'ur degan bir xalqningki, ya'ni Shinjong Uyg'ur avtonom rayoni degan bir rayon kategoriyada yashaydigan bir xalqning avtonom rayon huquqidan bahramand bo'lmaqligidan iborat bir haqiqatni dunyoga bildirgan. Bu adam Uyg'urlarniki bugun irqiy qirg'inchilikka uchraydiganini, ya'ni bugun butunlay yo'qotib etilish bir qadamini, ya'ni Xitoyniki Uyg'urlarni butunlay yo'qotish qadamini beslab bo'lganligini biladi. Ya'ni 2010-yili Ilhom To'xta Beijingda, shu Beijingda Xitoyniki Huangang degan shu siyosiy strategiyasi. Bu Xitoy ikkinchi avlod millatlar strategiyasi degan dokladni e'lon qilgan 2010-yili. Bu dokladda shu Junxa ulusi shakllantirish, Xitoyniki keyingi taraqqiyotda Xitoyda bir millat, bir hokimiyat, bir partiya, bir davlat bo'lgan bir Xitoycha alohidlikka ega bir jungo hosil qilish. Muşna asla bizninki onunki shu dokladda misol qilgani 90-yildan tortib 90-yildagi 4-qatimliq nopus tekshirish Xitoyning ichidagi mamlakatlik. 2010-yildagi 5-qatimliq, 2010-yildagi 6-qatimliq. 3-qatimliq nopus tekshirishda Uyg'urlarningki nopusiningki mamlakat bo'yicha 4-o'rinda turadigan cho'ng nopus bo'lib shakllanganligi va bularningki Uyg'urlarningki millat kimligini Xitoy davlat kimligining ustiga qo'ydiganligi. Ham bu to'g'risidagi statistikaninki nisbatan yuqori ekanligi. Buningki mayli nim bo'lsin, ziyolilar bo'lsin, hatto boshlang'ich maktab o'quvchilarigacha mushunday ahvol ekanligi, bundan xatarli ekanligi va dunyoning muqimligiga ta'sir yetkazganligi. Navbat kelsa, hokimiyatningki qattiq vositalarni ishlatib millatningki shu davlatningki manfaati uchun bir ulus shakllantirishda mushunday qattiq vositalarni ishlasa bo'lganligini alohida ta'kidlagan. Shu bu masalalarning kelib chiqishiningki oldikani bog'langan ham Bay Alimja Inoyat efendim degandek bu bir uzun tarixiy bir jinoyat Xitoyningki uzun mezgilli, lekin irqiy qirg'inchilikni boshlash 78-yildagi Xitoydagi siyosiy burilish, iqtisodiy burilish, bu cho'ng burilishda ham dunyoni Tavban yanqı dedi. Biz özümüzün məqsədini dünya bildirməyi durub, biz islahat qıldıq, qərib qoxşaş bir demokratik buluşumuz mümkün. Dəb dünyanın aldı deyib, həm Uyğurların aldı deyib, Uyğurlarını dünyanın közüdən yıraq tutdu. Mana muşundaq davamlaşqan bir erkek qırğıncılıq. Şu İlhom To'xtadək bir insan bu noktanın həmmisi üstüdə inçik tədqiqatlarını edib baxan, xalasanlar İlhom To'xtadakı Uyğur biz torbikitini asli keltirdi. Bazı pedagog qarindoshlarimiz bu tor bekatdan Ilhom To'xtaning tadqiqot maqolalarini bir ilib ko'rsanglar, Ilhom To'xtadagi bu pedagoglikninki biz qanchalik qadrlashimiz kerakligini his qila olasizlar. Ya'ni Uyg'urda mushunaq bir pedagog insonning chiqqini, ya'ni Xitoy Uyg'urlarning obrazini butkul dunyo miqyosida buzayotgan, toki hozirgacha Uyg'urlarni xalqaro terrorizm bilan bog'lab, Uyg'urlarningki o'ziningki aslida erishishga tegishli bo'lgan haq huquqlar uchun kurash qilganlikdek bunday bir haqiqatni yoshirishga urinishi
urinishninki qandaq bir razillik ekanligini, buningki qandaq bir taktik ekanligini, Uyg'urlarniki mushu taktikani ostida qanchalik bir ahmoq qilinganligini his qilib yetalaymiz. Ham bundan keyingi mushu Uyg'ur davosida qandaq yo'lni tutib minishimiz kerak. Bu erkiy qirg'inchilik zot kimga qartildi, nima uchun qartildi? Bu nuqtalarni oydinlashtirishimizda İlham To'xtaninki shu tadqiqotlari, yillardan beri yapgan tadqiqotlari intayin muhim rol o'ynaydi. Shu İlham To'xtaninki anga qarab desam, avtonomiya bilan hech qanday aloqasi yo'q. Avtonomiya deganni tilga elishdagi maqsad faqat dunyoga bu avtonomiyaniki azaldan berilmaganligi va Uyg'urlarniki qanday qirg'inchiliklarga uchrayotganligi buning oqibatini bunga tasavvur qilg'isiz ekanligini dunyoga bildirish. Chunki undan boshqa bir imkoniyat yo'q Uyg'urlar uchrayotgan haqsizlikni dunyoga oshkorlash uchun. Chunki u davrda Uyg'urlarniki obrazi umumyüzlük tushiritilgan, Xitoy ichida bo'lsin, Xitoy sirtida bo'lsin. Chunki so'zlash imkoniyati bo'lmagandan keyin mushkul usul qo'llanilgan. Bu da meni gapim deydi. Rahmat. Rahmat Asiya xonim. Men fikringizni qo'shilaman. İlham efendim Xitoyning ichida turib Uyg'ur xalqining huquqlari qandaq napsand qilinayotganligi, ularning qandaq qirg'inchilikka uchrayotganligini dunyo jamoatchiligiga to'g'ri uslubda, to'g'ri tilda, xalqaro qonun qoidalarga munosib shaklda anglatgan, yetkazgan va dunyomi buni taqdirlab, u kishi qamoqqa ilingandan keyin Yevropadagi eng dangliq Sakharov mukofoti bilan İlham To'xtini taqdirladi va shu o orqali Uyg'ur xalqining haqliq davosini qabul qildi, tan oldi. Endi bundan keyingi palla İlham To'xtining va Uyg'ur xalqining davosining dunyodagi eng mashhur Nobel tinchlik mukofoti bilan taqdirlanishi hisoblanadi. Hammamiz bilamiz, o'tgan 3 yilning yog'i İlham efendim davomli Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatilib keldi. Biz İlham To'xti hareketi o'tgan yillardan buyon tashabbuskorlik ko'rsatib, Turkiya, Italiya, Fransiya, Gollandiya, Belgiya va Germaniya kabi demokratik davlatlardan ma'lum sonda siyosiyonlarning va olimlarning İlham muallimni Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatishlarini qo'lga keltirdik. Bu ma'rikimiz oldimizdagi yillardami uzluksiz, texmi to'liqlangan shaklda davomlashqusi. Biz demokratik davlatlarda yashayotgan barcha yurtdoshlarimizdan bo'libmi ziyolilarimizdan va siyosiyonlarimizdan o'zlari yashayotgan davlatlarda tanıgan bilgen siyasiyonlarga murojaat qilib, İlham muallimni Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatishlarini iltimos qilishlarini umid qilamiz. Bilimizki Nobel mukofotini ismda İlham muallim olsa-mu, lekin haqiqatda Uyg'ur xalqi olgan bo'ladi. Bu orqali Uyg'ur xalqining haqliq davosi dunyo ko'lamida eng yuqori mukofot bilan taqdirlangan va qabul ko'rgan bo'ladi deb gapimni xulosa qilaman. Bu arada qarasam Abduvali qo'l ko'taribdi. Vaqtimiz ilgirlab qoldi. Shunda bo'lsa-mu bir 4-5 minut sabr qilaylik deb iltimos qilaman biringlardan. Boshda Abduvaliga so'z beray qisqacha. Undaki qarasam yana Ilshotni qo'l ko'taribdi. Yana Ilshotga söz beraman. Bu yerdagi maqsad 5-10 minut bo'lsa sabr qilib kashf ketgan bo'lsa-mu, qilib İlham efendim bilan bog'lanishlik, uning qamoq ilinganligining 8 yilligi bilan bog'lanishlik xalqimizning taqdiriga tegishlik qo'yilgan savollar, berilgan takliflar bo'lsa, o'tirib qo'yib olsak, buning uchun vaqtimiz bor deb o'ylayman. Hammanglarga rahmat sabr qilganinglar uchun. Hozir boshda Abduvali söz sende. Men bu İlham To'xtining shu Uyg'urlar bilan Xitoylar o'rtasida ko'rlik rol o'ynagan degan bu gapga nima uchun bak diqqat qilaman desa, birisi bu masala bu agar Uyg'urlarningki İlham To'xtining ya'ni dunyoning İlham To'xtini tushunishi
G'arb ziyolilarining Ilhom To'xtini tushunishi va g'arb siyosiyonlarining Ilhom To'xtini tushunishi Ilhom To'xtini ko'rik deb tushunsa, bu yerda bir ajallik xatolik kelib chiqadi. Ya'ni bu xatolik nima desa, bizning masalamiz Xitoydagi Xitoy xalqi bilan Uyg'ur xalqi o'rtasidagi jidal, majra, to'qinish deb tushunilgan bo'ldi. Shunga bu masalada bak tushuntirma, bundaq tushunilishini men to'g'ri ko'rmayman. Buning to'g'ri ko'rmaydiganligimni davomli har yerda, har qanday zamonda takrorlab turaman. Bu birisi. İkinci mesele İlham To'xtining ko'rik deb tushunilishi boshqa ziyolilarningmi Xitoylar bilan Uyg'urlar o'rtasidagi ko'rik deb tushunilishini keltirib chiqaryotdi. Masalan, Akbar Asad, Bag'dodning qurg'uvchisi 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bir Uyg'ur ziyolisi. Akbar Asad hozir Xitoylar bilan Uyg'urlar orasiga ko'rik sog'uchi deb targ'ib qilinyotdi. Bu xato. Çünkü Akbar Asad'ninki torbeti Uygurca. Bag'dodning Xitoycha nusxasi yo'q. Bu Uygurcha torbette Xitoy bilan Uyg'ur o'tirisiga ko'rik sog'ilib bo'lmaydi. Çünkü Xitoylarning yani yüz desek bo'ladi-ki, ko'pincha Uygurcha uqmaydi. Bu tashabbus xato. Bu ikincisi Akbar mening shaxsiy og'inam. Biz Uyg'ur ona til harakatini Bag'dod to'rida qo'zg'agan. Akbarninki nimening ko'riki, nimening to'riki ekanligini men sabdishi, do'sti, hamkorchisi bo'lish suhbatim bilan men eng yaxshi bilaman. Biz bu ko'rik masalasini yetarli diqqat qilmasak, barbara Uyg'ur ziyolilari ko'rikka aylanib ketadi. Bu birinchisi reallik Uyg'ur emas, ikkinchisi haqiqat Uyg'ur emas, uchinchisi bu bir xatarlik narsa. Biz ko'rik emas, bizning ziyolilar ko'rik emas. Bizning ziyolilar urushib qolgan ishkalarni yarashtiruvchi emas. Urushib qolgan ishkalar yo'q bu yerda. Faqat bu yerda besivag'achi kompartiya besivilangan bir millat bor. Shu bu masalada ching turish kerak. Ikkinchi masala, abiyam men nimani demlikinsam aşağı kelgan chog'da shu yerni otlab o'tib ketdi Osiyo. İkinci mesele İlham To'xtininki o'ttirib qo'ygan yana bir cho'ng masalasi nima desa, Bingtuan masalasi. İlham To'xti Bingtuan masalasi nima uchun turdi desa, Bingtuan bizning vatanni egallab olgan mustamlikchi armiyaninki qurolsiz shakli. Ya'ni bu qandoq bisabag'uchi desa, qo'liga pulni ko'tarib turib bisabag'uchi bu. Biz pulimizni tortib olguchi, ikkinchisi puldan pul topguchi. Bizning iqtisodiy, su, energiya manbalarimizni egallab olguchi. İlham To'xtining Fransiyada muxbirlarning ziyoratini qabul qilgan chog' so'zlagan so'zi nima desa, Xitoyning hech qanday yerda Bingtuan degan narsa yo'q. Bingtuan qonunsiz tashkilot degan narsa o'tirib qo'ygan. Endi Xitoyning hozir qilayotgani bizning vatanda nima desa, bizning vatanni Bingtuanlashtirish. Ya'ni diqqat qilgan bo'lsak, Xitoy şu jazo lagerlarini ko'lamlashtirgandan boshlab Bingtuanni kengaytdi. Hatto avtonom rayonninki bir qism huquqlarini Bingtuanga o'tkazib berdi. Ya'ni Xitoy Bingtuanlashtirmoqchi. Endi İlham To'xti nima uchun Bingtuan masalasida murassasiz ching turdi desa, İlham To'xti buning mushundaq bir ishninki yuz berganligini farz qilgan. Ya'ni Xitoyninki bizning vatanni bütünley adamlarını işçi, adamlarını malay, adamlarını her qaysı organlarınki qo'l ostidagi yollanğıç qilib etib, bütün Uyg'urlarni bir tömür rejimning ostida oldiganligini oldin faraz qilgan va tekshirish natijalarida shuni yakunlaganligi uchun Bingtuanninki kelgusida bütün vatanni Bingtuanlashtirish ehtimolligi bo'lganligini faraz qilganligi uchun bu Xitoyninki Bingtuanga qarshi chiqqan va Bingtuanni qonunsiz tashkilot deb e'lon qilgan. Men bu narsani to'liqlab qo'yishni orzu qilaman. Bundan keyingi tadqiqotlarimizda yana İlham To'xtininki masalasi, İlham To'xtining fikrlari va İlham To'xtininki qilgan xizmatlari haqida tadqiqotlarimizni davom ettiramiz. Rahmat sizlarga. Arkam o'zi yo'qolib ketdimi? O'rinli
Siz sözləyin. Elçat Tamam, aka. oldu. Yo. Ben kısa sözley, ikimizden biri yerden bulduğum buldu. Menimki şu sizinki hazır degen, körük degen meseleye azırak okşumaylıgan. Benim düşüncemde İlham Tohti'ni körük degen çatalliklarının düşüncesi, ya ki bir türküm Uygurlarının düşüncesi, nima degen vaqtida bu körüki o Xitoy bilan Uyg'urning orasidagi bir so'qishmagan munosabatni o'ngshash emas. Aksincha, Xitoy Uyg'urni qaloq millat, o'zidan boshqa millatning hammasini qaloq deydi Xitoy. Shuningga Xitoyda Hua Yijibian degan so'z bor. Bu demak jo'g'ini Xitoy madaniyatlik va yavoyilar orasidagi bu talash tortish. Boshqalar yavoyimi yoki Xitoylarlar faqat madaniyatlikmi degan ma'noda. Shuning uchun tarixten tartib Xitoy o'zidan boshqa bo'lgan millatning hammasini qaloq, madaniyatsiz, hech qanday bir zamonaviylashmagan millat deydi. İlham Tohti'ninki mening tushunchamda İlham Tohti'ning maqsadi bu salbiy Xitoy hukumatining bu tashviqotni Xitoy ziyolilari bilan hukumat birligi ipagan tashviqot. Bu Gongsandandan boshlangan emas. Gomindangning vaqtini tartib ve yoki uning oldidagi Xitoy ziyolilaridimi bu burundan bor narsa, manchingdan tortib. Bu yerdagi ko'rgilik degani Uyg'urlarninki qaloq emas. Bir madaniyatlik burundan hattoki ba'zi jihatlarda Xitoydanmi madaniyatga ega, masalan tozlik, muhit bilan yashash, bu jihatlarda Xitoydan ustun bir millat ekanligini Xitoyning ziyolilariga tushuntirish. Onun linki ikincisi, Abay Asiya Hanım deganga o'xshash, bu yerda Uyg'urlarni terrorizmga bog'ladi, bölgünçilikka bog'ladi, buningga dedi. Bu yerda İlhamninki ko'rgilik roli Xitoy ziyolilariga nimani tushuntirmoqchi deganda, biz bölgünçi emas, bu zimin bizning. Biz faqat mashadiki xo'jayin bo'lish salohiyatimizni talab qilyapmiz. Bu birinchi nuqta. Xitoy ziyolilariga buni tushuntirmoqchi. İkinci noktası, biz teröristçi emas. Biz kanundaki narsani talep kıvatımız, sen şunu mu beremevatsa, şunu talep kılan kanunluk adamlarını terörçi iplavatsa, da mavu usulda bunu düşündürmekçi. Şununla ben bu İlham'ınki hem de eğer körük degenden menimce Xitoy ziyolilarga tushundirish orqali düşmanning sonini azaytish. Yani mening abay so'zligimdek bir millatga chiqish yo'l izlashdagi taktika deb tushunaman men buni. Bu birinchisi, endi ma ko'rik to'g'riliq tushunchasak. Ikkinchidan Bingtuan hargiz qurolsiz pul bilan kelgan kuch emas. Bingtuanda qurol bor. Bingtuanningki qurol hammasida bor. Undan keyin G'ulji vaqasidan keyin, G'ulji qirg'inchilik 97dan keyin Bingtuanni ikkiga ayirdi Xitoy. Birisi markaziy shaharlardagi joylashgan Bingtuan, Shixanza, Kuytun, Urumchi, Ma'si taraqqiy qilgan rayonlarga. Bular asosan iqtisodiy, sanoat, fan texnikada monopol qilish. İkinci turkumdagi Bingtuansi Xotanda qurilgan, Qashqarda, Korlida bular mana degan vaqtida Xitoyning ishg'oliyatining oldinqisi. G'uljidikisi, Börtaladiki. Bularning funksiyasi 97'de Shixanzda ichilgan, Wangluchan boshliq 98'i deyman. 10. ayda ichildi. Shu yig'inda bu ina Xitoyning hujjati menda qo'limda yo'q, ammo shu vaqtida Shixanzda bo'lganligim uchun shu yig'in qatnashgan ladin anglig'ini ikkiga ayirib, avo chegara yoki Uyg'urlar ko'p rayondagi Bingtuan ishlab chiqarishni ikkinchi o'rin qo'yish, qurol bostirish funksiyasini birinchi o'rin qo'yish. Shuningdan keyin Bingtuanning hammasida tayyorlik qism qurildi. Har bir diviziyada birdan tayyorlik qism bor. O'xshash diviziya nomida. Bular har oyda bir hafta kam bo'lganda qurol yetish hamma nimani ib boradi. Bularda har xil zamonaviy
kurallarının hammasi var. Şunun için Bingtuan iki funksiya ama ikilisi de kural mı var, pul mu var, siyaset mi var, hemminimisi var. Ama İlham Tohti'nin avu hükümü en doğru, kanunsuz. Çünkü Xitay'ınki her kanda kanunu da bunda bir rayonun içinde özbek, özxan, mesela Bingtuan'ın kanunu ayrım, soti ayrım, teptiş ayrım, bir bacdan başka hemisi ayrım. Bana degende Atnum rayonunun çişi patmaydı bununla. Bu demeklik, bu bir rayonun içinde, idare kılış rayonun içinde, şu rayonun yerlik hükümetke boysunmaydıgan, o hükümetin kanunu işlenmeydigan yanı bir teşkilat mevcut bir yerde. Bu teşkilatın beşi merkezde. Şununla bu hem kanunsuz hem herkes kuralsız emez. Rahmet, icik kımay. Ben azırak kişim battı, ben kit kaldım. Rahmet, hoş emanlara. Rahmet. Hoş. Aziz, sen kul köteygentin. Rahmat, esiniz hakemen. Şu bir yerde ben artık gap kusturmayayım. Bir yerde deyden bir iki nokta. O İlham Tohti meyli Beijing vakti bolsun, yak Uygur biz tordu bolsun, o özünü hiçbir vakit men Xitay halkı bilen Uygurlar otursa da diyalog, söhbet ep bargıcı dep etkan emas. Ben dep öttüm bu xalqaralıq sistemaga, xalqaralıq qanunuga va ramkaga to'g'ri kelganligi uchun g'arb o'ziniki qimmat qarshi bo'yicha Ilhom To'xtini Xitoylar bilan Uyg'urlarning o'rtasidagi bir dialog qurg'uchi, tashabbus suhbat olib borg'uchi deb mushunday shaklda ta'riflagan. Buni qandoq Ilhom To'xtini ustiga emas, bu dunyoning Ilhom To'xtiniki tashabbusi qandoq tushunganligi bu nuqta qarasak demoqchi. Ikkinchi nima Abdulla Nayt yaxshi so'zladi. Men buni afsuslanaman. Bu vaqtda ko'p harakatlar bo'ldi va shu Akbar Asadniki nimasini qandoq o'tirib olib chiqishning oldida bu to'g'ri suhbatlar bo'ldi. Keyin bu hamda hadisi shuni tashlab qolgan uchun hamda bir oilada shu kishi o'zi mas'ul bo'lishi kerakda. Burmalandı. O aniq buni hech qanday ko'z yumib bo'lmaydi. Chunki men Akbar bilan Bag'dosh to'rida 2015-yildan boshlab nihoyat ko'p suhbatlarda bo'lgan, nurg'un maqolalar e'lon qilingan. Bag'dosh to'rida Akbarning qilg'ini Uyg'ur tilidagi faqat fikr erkinligini himoya qiladigan Uyg'urlarningki shu uchur aloqasida nihoyat zo'r jasorat va fidokorlik ko'rsatgan bir iqtidorli ziyolilarimiz bunu qandaqdir korxonchi ixtisoslashlar bu taraflarga burilib ketdi. Demak, bu yerda bir masala shunga bu haliqi biz ishning mohiyatiga ko'proq diqqat qilishimiz, uni hargiz boshlar qandoq tushunsin yo qandoq qilib qilsin, uni shu bo'yicha tushunmasak demoqchiman. Chunki bir kishining qon harakati burunlanmaslik kerak. U nima bo'lishini aytish kerak. Tugdi. Rahmet. Ben kol keltiremeydim. Ahırda ben bir iki yakız gap kıla diyendim. Merhamet. Anımcan, Ustaz merhamet. Kıska merhamet. Hem de o İlham Tohti Efendi'nin bunda bir gibi var şu. Uygur ziyalilerinin köp kısmı şu körülüp atkan meselelerinin hemmisini bildi o. Lakin kör ve gacıdek bulunatıdı o. Uygur ziyalilerinde mesuliyet en bek tüven. Öz menfaatini oylap hareket kılıdı dediğin bir cümlesi var. Kitabı da, özünün kitabı da. Buna ait boyu beni oylandırıp koygan bir cümle bu. Nim için diye vakti Uygur ziyalileri şu hükümetlerinin, hakimiyetlerinin yürüzüp atkan siyasetlerdeki şu ilgilerliklerini paş kılış, tatbik kılıp oturgu çıkırış, ictimai ve bu iktisadi meselelerini tatbik kılış, baykaş ve bu yerdeki körülüp atkan meselelerini halkka yetkizip halkını aydınlaştırış rolü var. Lakin hazır ziyalilerimiz uçunda bir rolünü toluk cari kıldırılmamalıdır. İlham Tohti Efendim'deki tenkidi naitli uğurluluk da karaymen. Bu meyil vatan içinde bolsun, meyil vatan sırtında bolsun ziyalilerimiz bedel töleşini bek halımaya vatıdı. Çokum şu ziyali
Uygur ziyalileri çokum şu cemiyetini yetekleş rolünü oynaş lazım. Eğer cemiyetini yetekleyemese o özünün ziyalilik boşuna adakılmagan buldu. Şuna meniki deydiğin gibim ziyalilerimiz köprek hareket kılışı, bu şu Xitayning siyasetlerini tetkik kılıp bulandaki Uygur halkı bolgan ziyanlık taraflarını bu şu katli paşkıldıgan hilgarlik taraflarını paşkıldıgan şu ilmi tadqiqatlar köprek elip bası dep oylayman. Hakikaten hem tarihimizde burumlangan tarihimiz var. Özlememle bilisizler. Siyasetleri mesela bulandaki hemmesi da bir nimi yuşurulgan hem de kötü yaman niyet yuşurulgan şu niyetlerini oturup çıkarış lazım. Ziyalılarımızdaki nimesi şu yani bize ziyalilerimiz şu cemiyetini bunun için şu aldığımız yani ilgiriye karab kandak yetekleş cihette çokum bilki özündeki rolünü tuluq cari kıldışı lazım da oylayman. Rahmet. Rahmet Ustaz Alimcan İnayet. Sizin ağzınızdan çıkan bu sözlerini ziyalılarımız tezrak, umdarak anlaydı ve şunun göre inşallah bir hareketle bulur da ümit kılma. Jığınımızı ayaklaştırışın aval Abdüveli'ge iki sözüm var. Esimde doğru olsa bunun 3-4 yıl aval sen İlham Toğruluk kitap yazmakçı bolgandım. Birinci görüş günümüzde ya ikinci görüş günümüzde bana şunda degendim ve men bir yerden ben bunu bastırışka pul tapımam degendim sana. Şimdi bugün bu jığınımızda sen tırgı keltögen mevzula karab her halde sende toluk materyal bağ okşaydı. Bu kitabını yazış vakti yetip ötüp ketip beripti. Demekçi men başka kitaplarının çıkıvatkanlığını körüvatdı men her günü makalla yazı ötüpsem muhim mevzularda. Ama mevzu halkımız ırkı kırgınçılıkta uçuravatkan hazır payıtta bu kitabının çıkışı benim göz karışımça kars ve perzge aylanıp kalgandek. Ben yani şu vademde turuqluq. Eğer kitapını yazıp tez vakti iş çıkarman desem ben bunun 5 pulunu qandaq qısam qıp tapıma Abdüveli. Çünkü mevzula halkımız okup, yaşlarımız okup anlayışı, bilişi gerek mecbur boğan mevzu. Sen tilki keltögen mevzular. Şunda kılıp şu vazifeni qayta özengi tapşırıp bugünkü jığınımızı bir yerde ayaklaştırmakçı men. Hemminlarının kadimlarına rahmet. Vaqt ajırtıp kelip İlham Efendimni eslep onu halkımızga tanıştırış, qilgan xizmatlarini o'tirg'a chiqarish ve bunun hozirgi xalqimiz duch kelayotgan irqiy qirg'inchilik bilan bo'lgan aloqasi, munosabat to'g'riliq yurak so'zlarimizni, bilganlarimizni xalqimiz bilan o'rtoqlashdik. Hammaga rahmat aytaman. Salomat bo'linglar. Yana bir qatim ko'rishguncha hammanglar omon bo'linglar. Ko'p rahmat.